ishonasizmi? Sigir bilan gaplashganmisiz? Yo'lda ketyapman, sigir bilan gaplashyapman. U menga qarayapti, men unga qarayapman-da. U aytayapti-ki, u menga ichachyapti. Hozir bular meni sotib bersa, uyda qanday ko'rar ro'zg'orni? Men unga qarayapman, senga rahmat deyapman-da. Sigirga. Shuncha payt padeshka qilding. Uyda sut qatiq bo'ldi. Endi meni kontraktimni ham sen orqali to'layapmiz. Klient kelyapti-ku, sigirni so'rab. Menga qolsa sotilmasa-da, shuni sotilmay qaytib ketsak, yana ro'zg'orga bo'lsin, ayam dadam qiynalmasa, xo'p buni silmay o'qishga kiray. Dadam qo'ymayapti-da, shu ancha ishni qilgan qo'ymayapti-da. Sen qo'ymayapti-da desa, qo'ymasa indamay yurma. Bor dadajon, iltimos, bir marta imkon bering. Bir marta imkon bering, men shu narsani qila olaman. Faqat ishoning deb ochiqcha ayt. Akam meni o'qitdi degan holatlar ko'p u, lekin ukam meni o'qitdi degan holatni birinchi marta eshitdim sizda. Shunday. Bu uyalmay aytiladigan narsa. Ukam haqiqatan o'qitdi. Assalomu alaykum. Bir podkastni 3-sonini biz boshlaymiz. Bugun xudo xolasa bir ancha vaqtlardan beri bir qadrdon ustozimiz akamiz bilan podkast orqali yana bir suhbatlashishni niyat qildik va mana shu insondan ko'p yaxshi bir ilmlar, insaytlarni shu podkast orqali birinchi o'rinda o'zimiz olishga va ikkinchi o'rinda sizlarga ulashishga niyat qilib mana shu bugun kamerani qarshisiga yig'ilib turibmiz. Assalomu alaykum Otabek aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz og'a. Yaxshimisiz? Samarqanddan masofa bosib shu chaqirganimizga yo'q demasdan kelganingizga katta rahmat. Rahmat. E'tibor qilib, hurmat qilib chaqirganlar uchun sizlarga katta rahmat. Katta rahmat. Baraka toping. Otabek aka Ergashev umumiy tanishtirib ketaman. Sohasi quruvchi, qurilish sohasida taxminan 8-9 yildan beri faoliyat yuritayotgan inson. Bugun xudo xolasa endi o'zidan yana ichkariroqdan bilib olamizda, men bilmagan jihatlarimni. Otabek aka. Qisqacha o'zingizni tanishtirib ketsangiz. Yana assalomu alaykum. Men ismim Otabek, Ergashev Otabek. Samarqand viloyat Payariq tumanida tug'ilib katta bo'lganmiz, oddiy oilada. Onam o'qituvchi, otam davlat ishchisi. Oilada 3 ta farzandmiz, ukam, singlim, men. Siz katta farzand. Ha, xudoga shukr, biz kattasi. Institutda, qurilish institutida o'qiganman. Aslida bolalikdan harbiy bo'lish orzuyimiz bo'lgan. Harbiy litseyda ham o'qiganman. Keyin nasib qilmagan ekan, quruvchilik kasbini ham yaxshi ko'rardik. Qurilish instituti Samgasiga kirib, Samarqand arxitektura qurilish institutini bitirdim. Shu hozirgi kunda quruvchi sohasida ishlab yotibmiz. Xudoga shukr. Zo'r. Hozirgi qurilishda loyihalaringiz haqida aytsangiz, men hozir birinchi xohlayman, kuzatuvchiga ham qiziq deb o'ylayman. Biz ishimizni ko'lamini ko'rsatsak, shunda ko'pchilikka shu taraflama qiziqda. Endi bu men aslida urg'un bunga qarashni xohlamasdim, lekin ishimizni ko'lamini nimadan iboratligini tushuntirish uchun qurilishni ishimizdan kirib kelsak. Qaysi loyihalarga bugun siz qarayapsiz? Qaysi qurilish loyihalaringiz mavjud hozir? Hozirda Shukrona City MCH asoschisiman. Samarqand shaharida 600 dan ziyod xonadon quryapmiz hozirgi kunda. Undan tashqari Yuksalish guruh bilan Qashqadaryoda yangi Qarshi City loyihasi rahbariman. Bu yerda qashqadaryoliklar uchun, qarshiliklar uchun juda ham katta yangi Qarshi City loyiha 50 gektarlik va haligi eng baland bino deb nom qo'ydik. 25 qavatli Qarshida endi Toshkentda. Xudo xohlasa shuni quryapmiz. Hamma biladi Yuksalish guruhni Anvar, Alisher jo'ralar biz boshlanishidan birga boshladik. Ko'pchilik tadbirkorlar eshitganman. Do'stlar sherikchilikda biznes qilib bo'lmaydi. Yo do'stlikka zarar yetadi, yo biznesga deb eshitganman. Sizlarda shuni aksini ko'rdim. Nimani hisobidan sizlarda bu yaxshi ishlayapti? Endi buni sababi men o'ylayman, avvalo ishonch. O'zi sherikchilikda har qanday do'st bilanmi, kerak bo'lsa aka-uka bilan bo'lsa ham, sherikchilikda ishonch bo'lmasa, ozgina gumon bo'lsa ham bu narsaning oxiri yaxshi bo'lmaydi. Baribir nima deydi, oxirga yetib bo'lmaydi-da buni. Qachondir gumon iymondan ayiradi deydi-ki, odamni buzadi, shayton o'rtaga tushadi. Men o'zim o'ylayman, o'zimni nima deydi, taktika deydimi? Sherikchilik haqida kim bilandir sherikchilik haqida qilib taklif qilib ishlamoqchi bo'lsam, birinchi xayolimga hammaga ham maslahatim, endi men o'zimni anonimda fikrim bu. Agar mana shu odam bilan sherik bo'lib ishlasam, ertaga meni aldab ketmaydimikan degan gumon o'sha miyangizga keldimi? Qilmang.
lutchi bu sherikchilikni qilmang. Ikkilanish boshlangan bo'lsa. Ikkilanish hali u bilan sherikchilik gaplashmasdan turib meni aldab ketsa nima qilaman degan xayol kelsa, uje qilmaslik kerak. Baribir bu xayol baribir odamni buzadi bir kun. Do'stingiz bo'ladimi, aka ukangiz Do'stingiz bo'ladimi, aka ukangiz. Bizda masalan men sherikchilikda masalan do'stlar bilan birga ishlagan vaqtim shu xayol bo'lmagan. Ertaga meni jo'ralarim aldab ketsa yoki meni nomimga bir nimani meni nomimga chiqarib qochib ketsa nima bo'ladi? Unaqa narsa endi eskidan u payt hali hammada ham bor-ku, hayotda ko'rib turibmiz. O'sha narsani xayolga kelmagan. Ishonch har doim birinchi o'chiribdi. Agar ishonch bo'lmasa, do'st bilan ham kerak bo'lsa, aka-uka bilan ham qilish kerak emas. Tushunarli. Endi mana bunaqa holat borda. Boshida ishonch borda, vaqt o'tib ikkita sherik, aytaylik, teng sherik ishlayapti. 50 yil ishlayapsiz-da bitta, ikkita do'st sherikchilikda ishlayapti. Boshida rozi sherikchilikdagi vazifalarga, ulushlarga, lekin vaqt o'tib bittasi ko'proq funksiya bajarayotgani uchun ham endi men ko'proq ish bajaryapman senga nisbatan, shuning uchun meni ko'proq olishim kerak degan o'y bo'lishi mumkin bo'lgan holat bor. Yoki narigi taraf yo sen bilan boshida 50 yil kelishganmiz, o'zgartirmaymiz deb turaveradi-da. Ya'ni bir taraf men ko'proq ish qilyapman deydi. Sen to'g'ri boshida bir xil ish qilayotgan edik, shuning uchun 50 yillik dedi. Men guvohi bo'lgan holatlardan bittasi sherikchilikning buzilishiga doir bo'lgan. Shu bo'lgan. Shunga o'xshash vaziyatlarda siz nima qilasizlar? Endi avvalo sherikchilik boshlagan payt hamma sharti, talabi boshida qo'yiladi. Bizda masalan boshlanganda jura mana shu loyihada biz sherikmizmi? Biz sherikmiz. Bundan keyingi loyihani masalan Anvar olib ketadimi, Alishermi? U o'zini ishi bilan ketaveradi. Men keyingisiga men sherikman degan gap yo'q. Taklif qilsa bo'lishingiz mumkin. Taklif qilsa bo'lishingiz mumkin, Bizda shu narsaga ochiqcha kelishuv bor. Mana shu loyihami? Mana shu loyiha. Bundan keyingisiga aralashish yo'q. Loyihani sherikchilikni boshlagan payt hamma shartini qo'yib kelishib olgan qulay. Unda masalan siz aytganday, ertaga men ko'proq ish qilib, men ko'proq obyektda changa botib yursam, sen doim ofisda o'tirsang, nega men sendan kamroq olishim kerak degan o'zingiz tabiiy kelib qoladi-da, agar bunaqa kelishib olmasa. Unaqa narsa yo'q. Jo'ra mana. Men ofisda o'tirib savdo bilan sen shug'ullanasan, hujjatlar bilan sen shug'ullanasan, masalan, obyektga men o'zim qarayman. Bo'ldi, hamma o'zini ishini qiladi. Har doim ofisda topshiriq bormi? Obyektda qaraydigan jo'rama masalan chiqib, jo'ra mana shu ishni qilishimiz kerak. Bo'ldi, qilinadi. Bu yerda men rahbarman, men bu ishni seni o'rningga borib obyektga qaramayman degan gap yo'q. Men o'ylayman, eng yaxshi sherik eng yaqin do'stlardan chiqadi. Chunki yaqin do'st har doim sizdan ko'ra yaxshiroq biladi-da. U sizni oilaviy ahvolingizni ham, kuningizni qanday boshlangan yuzingizga qarab biladi. Biladi sizni kayfiyatingiz yo'q, nimadir muammongiz bor. Ishda sherik, значит ishda muammo yo'q, u biladi. Chunki sherikda u kuni bilan siz bilan nima bo'lyapti? Yaxshi kun, nega ishimiz yaxshi kun nima? Demak, yo oilaviy yo ko'chada kimdir xafa qilgan. Keyin do'stga bemalol ayta olasiz. Jura, mana unaqa muammo chiqib qoldi menda. Badashga qilib tur deb. Begona odam bilan ishlasangiz, uni ayta olmaysiz. Oilaviy siringizni ayta olmaysiz. Ko'chadagi muammongizni ayta olmaysiz. Menga nima qizig'i bor buni? Ish qilib baribir deysiz. U yuragi sizga achimaydi-da, do'stiga achiydi. Haqiqiy do'st bo'lsa achiydi. Tushunarli. Demak, eng zo'r sherikchilik do'stlar bilan, chin do'stlar bilan, aka-ukalar bilan qilingan sherikchilik shartlari to'g'ri bajarilganda. Shunday. Demak, to'liq shartlar. Demak, seni vazifang bu, seni ishing shu, aytaylik keyingi loyiha bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa qilishimiz mumkin yoki qilmasligimiz mumkin. Hamma shartlar kelishib olingan holatda bo'lsa, demak, yaqin insonlar sherikchilikda qilsa, naborat yaxshi. To'ppa-to'g'ri. Mening fikrim shunday. Yaxshi do'st, yaxshi sherik. Hayotda ham, ishda ham. Zo'r. Men Anvar aka bilan suhbatda bitta narsani aytdi-da, imkoni qadar yaqinlarini ishga olishga harakat qilganda, demak mazmun shuda, agar o'sha yaqinlari mas'uliyat his qilib shu ishda aytilgan vazifani bajarib ketsa, begonaga nisbatan yaxshiroq bo'ladi. Bu narsani endi o'zimizda qadriyatlarimizdan kelib chiqadigan bo'lsak ham, yaxshilikni birinchi o'ziga, keyin ota-onasiga, oilasiga qilish, keyin jigarlariga, keyin qo'shnisiga, shu xuddi shu narsa bo'lyapti. Demak, agar tortib ketsa, birinchi jigaringizni tortganingiz yaxshiroqda, to'g'rimi? Shunday. Yoki do'stlaringizni. To'ppa-to'g'ri. Endi avvalo uni ham hammasini degani emas, chunki tortadigan mehnatkash-da. Mehnat qilmaydigan odam uyida ham ishlamaydi-da. Sizni ishingizni imkoniyat bersangiz. Haligi Hojiboy Tojiboyev bitta hazili bor-ku, u qishlog'ida bir ishni obod qilmay shaharga keladi, usta bo'laman deb. U shaharda ham ishlamagandan keyin Rossiyaga ketadi. Ishlagan odam qishloqda ham ishlab pulni topsa bo'ladi. Meni qadrimga yetmayapti deb chetga ketadi. Uyda ishni uyda obod qilib qo'yib, masalan, avvalo yaqin qarindoshlarni siz begonadan ko'ra yaxshi bilasiz. Oilasida qanday, ota-onasiga bo'lgan
muomalasi, aka-ukasiga, o'zini oilasini qadriga yetgan odam bilan baribir boshida agarda ish yoqmas bo'lishi mumkin, lekin oilasiga mehribon bo'lsa, boshqa bo'lsa o'rgatsa bo'ladi. Lekin oilada mehri bo'lmagan, boyagida ota-onasini rozi qilmagan odamni borib Amerikada o'qitib kelsangiz ham baribir o'zi sizga foydasi tegmaydi. Katta ehtimol bilan Baribir sharmanda qiladi. Ha, tushunarli. Ya'ni oilasi bilan, jigarlari bilan yaxshi bo'lishiga qarab turib ishga olasizlar. Bizda asosan qadriyat qanaqadir bizni o'zimizni anonimiz shunaqa. Ko'proq oilasi bilan ota-onasini qanday xizmatini qilganligini so'rab surishtirib, mayli u o'qiganligi, oliy ma'lumotliligi yoki mutaxassisligi u ikkinchi darajada. Kasb o'rgatib olsa bo'ladi deb qaraysiz. O'rgatib olsa bo'ladi, ha. Aytadiki, fillarni ham o'rgatyapti-ku sirkda. U odam любой случай o'rganib ketadi. Lekin boyagidek aytganimizdek, ota-onasini qadriga yetmagan odam hech qachon sizni qadringizga yetmaydi. Sizni ishonchingizni oqlashga ham harakat qilmaydi. Qilganda ota-onasini ishontirib. Aytaylik, sohasi zo'r mutaxassis bo'lgan bilan u odamga ishonch, sadoqat bo'lmagani hisobidan ma'lum marotaba ketib qoladi deb hisoblayverasiz-da, uni ichingizdan. Shunday. Aytaylik, sizga ham zo'r mutaxassis sizgacha yetib keldimi? Demak, sizdan oldingilar tashlab ketyapti, qaysidir ma'noda, qaysi anaqa bo'lishi mumkin. Endi boyagi yana qaytadigan bo'lsak, ota-onani hurmatini qilmagan odamda xayr baraka ham bo'lmaydi-ku. To'g'rimi? Qaysi odamni ko'rdikki, otasini qarg'ishini olgan zo'r bo'lib ketgan odam ko'rganmisiz? Baraka topib, hammani el xalqning ichida hurmatda bir tadbirga borsa, to'rdan o'tirdi. To'g'ri, puli ko'p bo'lib ketishi mumkin. Shuni hisobidan shartli hurmat qilib turgan bo'lishi majburligidan deylik. Millioner bo'lishi mumkin yoki bir katta joyda rahbari bo'lishi mumkin. Iloji yo'q, uni endi hurmat qiladi. O'sha to'rda ilojsizlikdan, lekin oddiy xalq ichiga borganda u odam hech qachon to'rga chiqa olmaydi. Chunki hamma biladi-da, uni qanaqa odamligini. Men o'ylayman shunday. Oxiri baribir voy-ku. To'g'rimi? Shunday. Otasini rozi qilgandan Xudo rozi bo'ladi deydi. Boyagida norozi qilgan odamni zo'r bo'lib ketganini men ko'rmaganman. Zo'r. Endi hozirgi nuqtagacha ishingizdagi, karyeradagi hozirgi nuqtaga yetib kelguncha bo'lgan jarayonni qisqacharoq aytib o'tsangiz, ya'ni tasavvur bo'lsin. Demak, siz Samarqand viloyati Payariq tumanida, menimcha qishloqda katta bo'lgansiz. Ha, qishloqda. O'shandan hozir siz Samarqandda va Qashqadaryoda katta qurilish loyihasini qilyapsiz, qurish qilyapsizlar. Men bemalol hozir sizning holatingizda endi buni aytishda kamtarlik oladigan bo'lsa aytmagan yaxshi deysiz, lekin aytishim kerak. Qishloqdan chiqqan millioner desak bo'ladi hozir sizni. Hozir yo'q deysiz, aytmay buni deysiz, lekin demoqchi bo'lganim, motivatsiya uchun aytayapman bizni kuzatayotganlarga. Demak, qishloqdan noldan chiqqan millioner bilan suhbat qilib turibman hozir. O'sha inson qanaqa yo'lda bosib o'tib bugunga yetib keldi. Shuni qisqacharoq tasavvur bo'lish uchun aytsangiz, ko'pchilikda o'sha biografiyasi deydi-ku, nima yo'lda bosib kelganidan kelib chiqib turib kuzatayotganda ko'p insight oladi. Ha, demak men o'sha insonning shu nuqtasida turgan ekanman. Demak, ha, oldinda bor ekan o'sha men kutayotgan narsa. Ba'zida noumid bo'lib qoladi-da, siqilma degan qo'shiq bekorga trendga chiqib ketib qolgan. Ko'pchilik shu harakat qilyapti-da, keyin natija bo'lavermayotganday tuyulyapti. Nimaga? Chunki mediada kimlardir birdan bir boyib ketayotgandayda. Bu mehnat qilyapti-yu, lekin unaqa bo'lmayapti. Shu uchun siqilib qolgan. Shu uchun qo'shiq trendga chiqdi-da. Shunday. Payariqda siz maktab davringizda biror ish qilmagansiz, ha? O'qishga ketguncha bo'lganda. Yo'q, endi maktab vaqtida asosan dehqonchilik, chorva, mol boqqansiz. Mol boqqanmiz, mol boqib katta bo'lganmiz. O'zimizda ham endi hovlida ham katta yerimiz katta, qishloqlarda bilasiz-ku. O'sha dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanganmiz. Keyin 9-sinfni bitirgandan keyin harbiy bo'laman deb niyat qilib, harbiy litseyga o'qishga kirdik. Undan keyin sal bo'yimiz maydalik qildimi? Keyingisiga bo'lmadi, ha. Medkomissiyadan bo'yimiz yetmadi, qaytdik. Keyin arxitektura institutiga o'qishga topshirdim. Quruvchilikka ham qiziqish bor edi. Arxitektura institutiga o'qishga topshirdim. Kontrakt kirdim. Endi oilaviy sharoit emas. O'zingiz hisob kitobingizni olasiz-ku uyda. Dedim, kontrakt bo'ldi dedim, bo'lmadi dedim, cho'ta dedim. Men dedim, o'qimayman deb, endi kelasi yilga tayyorlanamiz-da, shu yil bo'lmadi deb turib, telefonga SMS kelardi o'qishga kirganlik haqida. Keyin uyda ishlab yotibmiz. Ustachilik qilib, uyda yozda endi remont bo'ladi-ku. Qilib turib SMS keldi, kontrakt asosida o'qishga qabul qilindingiz. Ha, nima bo'ldi dedi, adam hovlida o'tiribdi. Ha, nima bo'ldi bolam dedi.
Ha dada dedim, kontrakt bo'pti dedim. Dalch ishimni qilyapman. Keyin Ya'ni bayram qilmayapsiz buni. yo'q, dadam hayron. Rostdanmi deyapti. Ha deyapman. Ya sen nima bu deyapti, bir o'qishga kirgan bolaga o'xshamayapsan deb. Bu yoqda ayam xursand, dadam xursand. Keyin dedim, kontrakt o'qitasizlarmi dedim. Dadam aytdi, ha bolam, nima o'qitolmaymanmi? O'qitamiz dedi. Keyin endi bilasizku, uyda necha pul bor, sharoit qanday, xayolda ketyapti, xo'p o'qitsa keyin qanday bo'ladi bu yog'i? Aybdorlik his bo'lib qoladi. Ha, men qiynab qo'yaman-ku oilamni. deb turibman. Keyin ishonsangiz shu payt uyimizda bitta sigir bo'laydi. Endi sigirni sotib kontragim to'lashimiz kerak-da. Yetadi, lekin keyinchi uni suti, moy qatig'i uyga ro'zg'orga bo'lib turuvdi. Mayli, kun ko'rib ketiladi. Huquqimiz prosta odam o'ziga anav qilyapti-da. Nima bo'ladi? Bu yog'i endi qanday bo'ladi? Hozir men sabab men o'qishga haftalik pulim bor, kvarplatam bor, qiynalib qoladi-ku. Dadam ishonch bilan bo'ldi. Shunday molda haydab olamiz, sotamiz, kontraktni to'laymiz. Ishonasizmi? Sigir bilan gaplashganmisiz? Yo'lda ketyapman, sigir bilan gaplashyapman. U menga qarayapti, men unga qarayapman-da. U aytayapti-ki, u menga ichachyapti. Hozir bular meni sotib bersa, uyda qanday ko'rar ro'zg'orni? Men unga qarayapman, senga rahmat deyapman-da. Sigirga. Shuncha payt padeshka qilding. Uyda sut qatiq bo'ldi. Endi meni kontragtimni ham sen orqali to'layapmiz. Ketyapman, haligi klient kelyapti-ku, sigirni so'rab. Menga qolsa sotilmasa-da, shuni sotilmay qaytib ketsak, yana ro'zg'orga yana ro'zg'orga bo'lsin, ayam dadam qiynalmasin, xo'p buni silmay o'qishga kiray. Sotildi, barakasini berdi. O'qishga ketdik, bolam, yur institutga bor. 3-kun, 4-kun kontrakt to'laymiz. Shunda institutda darsdaman, dadam keldi, bolam kontraktni to'ladim. Katta tanaffusga ko'chaga chiqdim. Endi hamma pulni to'laganda, qolgan pulni qo'limga berdi, men haftaligimga anoyi. Bo'ldi, ketaver deyapti, kiraver darsga, men ketaveraman deyapti. Tog'am bilan borgan. Yo dada, siz kuzatay, men ketaman. Yo'q, sen kir dedi, kirgizvardi. Yerda gap bor ekanda, men darvozadan kirib, rishotkadan ko'rim turadi-ki. Avtobus qarab o'tiribdi astanovkada. Shu sigirni pulidan, boyagi ortgan pulni olib qo'ying, taksiga minib keting. Uygacha dalsh avtobusda ketgan. Endi institutda o'tirasiz, odam o'zida xuddi hamma masalan xursand bo'ladi-ki, o'qiyapman. Menda yuragim g'ashda, ko'ngil g'ash. Bekor qildim-da, shu kirolmasam bo'lar ekanda degan narsada. Keyin Xudoga shukr, Xudo berdi. O'qidi, kontraktni ham qiynalmay to'lab. Endi qiynalmaymiz. Xudo berib, sinov bilan boshqa qilib o'qidik, institutni ham bitirdik. Institutda ham iloji boricha kamolot, unga bunga payt kamolot tashkilotlar bo'ladi. Aktiv bo'lishga harakat qilib. Aktiv bo'lishga harakat qilib, ha. Nima bo'lsa ham shu dadamga birov telefon qilib, mana bu o'g'lingni yig'ishtirib ol deb aytmaslik uchun qishloqqa borsak ham imkon qadar shu dadamga o'zing, men dadam mahalla raisi bo'lib ishlaydi-da. U payti ishlamasdi, keyin mahalla institutga kirganimdan keyin dadam mahallaga ishga kirib, o'rtada ancha vaqt ishsiz bo'lib qolgan edi-da shu paytlar. Qo'rqardimki, bolang, sen o'zingizni bolangizni qarang. Nima meni bolamni urishyapsiz yoki nima meni bolamga siz nasihat qilyapsiz? Oldin o'zing namuna bo'l degan. Ha, degan gapni aytmaslik uchun harakat qilardik. Shu borib oqshom ko'chaga chiqmaslikka, uyda mehnat qilib, yakshanba kuni obeddan keyin kelib kvartira turib, masalan, o'qitdi. Xudoga shukr, undan keyin davlat ishiga kirdik. Oylikli, ishda ham yaxshi edi. Nima deydi? Oylik yaxshi, ishxonada ham o'zimizni ko'rsatib, Xudoga shukr. Keyin bu tadbirkorlik plani Anvardan chiqdi, jo'ra birga ishlaylik. Anvar aka bilan universitetda kurslash bo'lgansiz. Birga o'qiganmiz. Anvar bilan litsey vaqtdan tanishdik. U o'zining litseysida, men o'zimning litseyimda biz shu Kamolot orqali tanishganmiz. Kamolotda tadbirlarda ishtirokga yurib bilan. Ha, u ham aktiv edi. U Alsher ham aktiv edi. Biz shu o'sha paytda tanishgansiz. Ha, shu payt tanishib, qiz o'ynab yurardik u paytlar. Keyin bu plan bo'lgandan keyin tadbirkorlik qilish proyekti chiqqandan keyin qilamizmi? Qilamiz. Bo'ldi. Hamma uyga aytdim, dada, shunday. Men ishdan chiqaman, biznes boshlamoqchimiz biz jo'ramlar bilan. Qarindoshlar endi amakilar maslahat qilasizki, sen jinnimi, odamzor ishga kira olmay ovora bo'lib, sen shunaqa ishingni tashlab ketyapsanmi? Unday ishxonada ham ustozlarimiz bor, baraka topsin. U kishi ham dadangga telefon qilaman hozir, nima qilasan? Hali hech narsasi yo'q, firmani kim qayerdagi xom xayollar bilan ketyapsanmi? deyapti. Yo'q, ha, men endi shuni xohladim. Shunda dadamga bordim, dadajon shunday. Men
chiqmoqchiman bu ishdan, mana bunaqa ish tadbirkorlik qilmoqchiman dedim. Dadam agar yo'q desa qaytib ketaman dedim. Hay jo'ra uzr deb. Shuncha odam qarshi bo'lib turibdi. Ha, Oxirgi ha. nuqta otam nima desa. Otamda, baribir otamda. Keyin onamdan so'rasam, dadang nima desa shu bolam dedi. Dadajon shunday dedim. Bolam dedi, ko'nglingga kelganini qil dedi. Ertaga bir kun dedi, dada siz meni mana shundan qaytaruvdingiz, balkim shuni qilganimda bundan ham boshqacha bo'lib ketarmidi degan gapni aytma. Qo'lingda diploming bor, o'qigansan, kallangda biliming bo'lsa kerak dedi. Xudo xohlasa dedi, bo'lmasa yana yigit kishi dedi, ko'raverish kerak hamma tomonda. Men senga ishonaman. Xudo xohlasa boshla. Kimlar bilan? Ha, Anvar Alisher bilan. Har doim jo'ralarimga ishonganda, bo'ldi, ular bilan bo'lsa bolam bos. Yaxshi bolalar deb. Ha, yaxshi bolalar. Ota-onasini duosini olgan bolalar. Endi bizda student paytimizdan dadalarimiz oilaviy bir-birimizni tanirdi. Biz haftalab Alisher aka ketsak ham shularkidamiz desak bo'ldi. Xavotir olmaydi yoki Anvar akadaman desam xavotir olmaydi yoki ular biznikidaman desa xavotir olmaslikdagi. Boshqa joyga ketsam lekin tezki anov deydi. Bular bilan hamma narsa ochiqcha edi. Shu bilan ishni boshladik, Xudo deb. Xudo berdi mehnatlarimizga yarasha, ota-onamiz duosi bilan boshqasini shu elda oldida sharmanda bo'lmaslik uchun harakat qilyapmiz, hammani ishonchini oqlash uchun. Qisqacha shu, agar uzoq bo'lib ketmagan bo'lsa. Umumiy hikoyani hozir menda oxirida shunaqa bo'lyapti. O'sha sigirdan qarz qutuldimi xullas? Endi uni dadam biladi-da. Dadangizdan so'raymiz. Ha, Xudo xohlasa. Lekin harakat qilyapman, uni qarzidan hali qutula olmayman. Shunga munosib bo'lishga harakat qilasiz. Shunga munosib bo'lishga harakat qilaman. O'zi boya aytganda o'zi oddiy sigir. Uni dadamning roziligi bilan ketyapti. Lekin men norozida sotilishidan aytdim-ku. Shu bitta sigir ham masalan chin dildan ota-ona xohlasa, Xudo shu sigirni ham qarang, qanday aytdim-ku, qanaqa barakasini berdi. 4 yil o'qidik, o'sha qildik. Shu sigir sabab bu ulanib ketdingiz-da. Shu sigir sabab ulanib ketdi haqiqatan. Bitta narsa e'tiborimni qaratdi-da. Shu yerda ota-ona bolasiga ishonishi, sen shuni xohlayapsanmi deb qo'llab-quvvatlashning ahamiyati qanchalikligini shu yerda. Bola ham shunga yarasha, hali kuzatib turganlar ichida bolalar bor, meni otam tushunmayapti. Mana kakkiz mana Otabek akani otasi tushungan ekan. Mana shu uchun zo'rib ketgan ekanda, meni tushunmaydi deb hozir otasini ayblaganday hissiyot bo'lishi mumkin-da. Demak, bir tarafdan bolani rakursdan qarab gapiradigan bo'lsak, otaga shu ishonsa bo'ladigan boladek bo'lish ham kerak-da. Nima deydi? Bir shu bolam harakat qilyapti-ku, siz shu litseyda o'qidingiz, baribir bilim bilan kuch bilan kirishga harakat qildingiz, mas'uliyatli bo'lishga intildingizki, ota ham kuni kelib turib, ota davlat ishini tashlab biznes qilmoqchiman desa, shuncha vaqtdan beri harakat qilib kelyapti. Xudo xolasa bunda ham yaxshi bo'ladi deb sizga ishonch bildiryapti. Ya'ni ishonsa bo'ladigan bola deb hisoblangani uchun ham endi hech qaysi ota-ona bolasiga yomonlik ravo ko'rmaydi-ku, lekin tortib ketadimi, yo'qmi degan ma'nodagida ishongani uchun ham ishonch beryapsiz, ruxsat beryapti. Endi xuddi shunday ota-ona rakursdan qarayotgan bo'lsa, men bolam unaqa emas. Nima deydi? Agar harakat qiladigan bola bo'lganda edi, men ishonardim-ku, mana Otabekka o'xshagan bolam bo'lganda desa, xuddi Otabekka o'xshagan bola, ya'ni siz nazarda Otabekka o'xshagan bola yoki Anvar akaga o'xshagan bolalarni shu ota-onalar shakllantiradi-da. Shuning uchun ota-ona ham men senga ishonaman deb qo'llab-quvvatlasa, ya'ni ikki taraf bir tarafi sal harakat qilish bilan vaziyat o'zgarar ekan deb o'zimcha shunaqa o'ylayapman. Chunki o'sha paytda otangiz ham qarshi bo'lganda bir paytlar shunaqa biznes qilarmidim? Masalan, o'sha payt Anvar aka bilan Alisher aka tasavvur qiling, biznes qilib ketyapti-da. Siz o'sha davlat ishida ishlayapsiz. Yomon emas, mayli, kuningiz o'tyapti, uy-joyingiz bor, lekin o'sha paytda men ham qadam tashlaverganim nima bo'lardi ya deysizda. Ichingizdan anaqa bo'lib turadi. Ota-onangiz ham ko'radida, o'sha paytda o'sha Anvar degan, Alisher degan jo'rlari bor edi, ular yaxshi biznesmen bo'lib ketdi. Ajratib qo'ydim degan ma'noda o'ylagan bo'lardi. Shuning uchun ko'pchilikda tug'ilgan savol, mana shu yerda bitta, mana shu o'zingizni istoriyangizdan, hikoyangizdan kelib chiqib bitta maslahat aytib ketaylik. Tasavvur qiling, o'zi xohlamagan o'qishni o'qiyapti. O'zi xohlamagan kasbni tanlash sari ota-onasining targ'iboti bilan ketyapti. Nima qilsin? Ota-onasiga, demak, o'zi xohlayotgan ishni tushuntirib, nima deydi, roziligini olish uchun. Endi bunaqa vaziyat menda bo'lmagan. Chunki aytayapman-ku, litseyda harbiy bo'laman deganimdan bir og'iz yo'q, sen doktor bo'lasan yoki o'qituvchi bo'lasan demagan. O'zi urug'imizda, avlodimizda harbiy bo'lmagan. Harbiyni bitirdim, endi quruvchi bo'laman deyapman-ku. Yo'q, shu ekonom fakda o'qi yoki selxozda o'qi demagan. Hay bolam, mayli. Bor, o'zimni shunday qo'yib yurar. Dokumentlarimni qilib berib, masalan, bu yerdan qilinayotgan narsa, bor, o'zing xohlaganingni topshirib kel degan narsa bo'lganligi uchun men balkim
bu narsani yaxshi tushunmasman. Ularning ko'nglidan nima o'tyapti? Lekin avvalo menimcha farzand o'zi ishontirish kerak ota-onasiga. Eng zo'r men ukalarimga ham hammaga aytaman-da. Mana ko'chada shogirdlarimizni endi shogird desak bo'lar, balkim ukalarimizda endi bizga yangi kelgan bolalar gohida aytib qoladi, dadam qo'ymayapti-da, shu mana shu ishni qilgan qo'ymayapti-da. Sen qo'ymayapti-da desa, qo'ymasa indamay yurma. Bor dadajon, iltimos, bir marta imkon bering. Bir marta imkon bering, men shu narsani qila olaman. Xudo xohlasa men mayli doktor bo'la olmasligim mumkin siz xohlaganingizdek. Men lekin zo'r quruvchi bo'laman. Xudo xohlasa. Faqat ishoning deb ochiqcha ayt. Jur'at bilan. So'ra, borib faqat so'raganda ham iloj bo'lsa ruxsat bering emas. Boya men xohlagan narsangni yurakdan chiqarib ayt. Shuni agar ruxsat bermasa aytasan. Deyman, ya'ni siz duh bilan deyilgan ishonch bilan so'rashida. Ishonch bilan so'ra. Nima uchun? Boyagiday borib qo'ying shu ishni qilmay desa, ota o'zing ishonmayapsan deydi, shu men aytganimni qilavergan bo'lmaysan. Yana u bola aytaylik, kuni bilan bekorchilikda yuribdi, 2-3 yildan beri hech narsa qilmay, maktabni bitirdi-da, hech narsa qilmasdan yuribdi-da, yana bir kun kelib, dada, shu ana jo'ralarni biznes qilyapti, men ham qilsam. Mana aytaylik, molni sotib berman, mashina sotib biznesga pul tikaylik desa, ya otam meni qo'llab-quvvatlamaydi deb turaveradi. O'zi bunaqa lanch bo'lib, bir plansiz qadamlarni noto'g'ri tashlab. Shunday. Boyagida erinchoqligini ko'rsatib qo'yadi uyda. Men sizlarda kuzatmay shu narsani bildimda, kichik galchkalar sekin-sekin kattalashib boradi-da. Ota-ona bolasiga ishonishida ham avvaldan kichik qadamlarni bajarib kelishadi. Birdaniga katta narsa emas, aytaylik, otamizdan oldin otamizga aytaylik, puldan muammo yo'q deylik yoki qanchadir miqdorda puli bor, shuni 100dan birlarini so'rashimiz kerak. Masalan, birinchi va shu narsani rostdan ham oqlashimiz kerak birinchi, agar pulni misolda bo'ladigan bo'lsa. Ishonchda ham xuddi shunday. Aytaylik, kichkina narsani birinchi ruxsatini olamizda va o'shani otamizni yuzini yorug' qilamiz, ya'ni o'sha narsani oqlaymiz. Keyin sal kattaroq. Hali shu paytgacha hamma narsani dabdala qilib turgan holatda birdan katta narsani so'rab, mana falonchi otasi bolasiga shunaqa qilib berdi-ku, jo'ram otasi berdi-ku, siz ham menga bering desa, hali to'g'ridan-to'g'ri kelib turib portfolio yo'q-da, biznesdan misol qilsak, siz ham masalan hozir 50 gektarlik proyektni bekarga boshlayotganingiz yo'q, o'sha katta proyekt bo'layapti. Avvaldan qurib kelayotgan qurilish loyihalaringizdan kelib chiqib, mijozlar roziligidan kelib chiqib, Qashqadaryoda katta loyiha boshlanyapti. Shunga o'xshagan. Shu bolani o'zida ham katta narsa baribir bog'liq. Boya aytganingizdek, bolaligidan ko'p otasini parod qilgan bo'lsa, baribir ishonish qiyin. Men haligi osmondagi oyni olib beraman desa ham, lekin har qanday bola uddalaydi. Kichik qadam bilan agar parod qilgan bo'lsam, endi to'g'rilashga harakat qiladi. Haligi bolalikda ham o'zimiz ham yosh bola paytimiz bir ana bolalarki, tinmas bolalar bo'larki, shunday chatag'i, sho'x bola. Shularni kattalarimiz, ana bobolarimiz aytardi, hali ko'rasan, bu bir bola bo'ladi, hammangni ko'zingga ko'rsatadi deb ana qilardi-ku. Ana shu boboni ishonchi bilan shu bola haqiqatan men shunaqaman, prosta hozir sho'xlik qilib olay degandek miyasida komanda bo'lsa kerak-da shu bolachaniki ham. Shuning uchun hali bola bir narsani qila olmasa, balkim ota-onani ham gartak anonsi bordir, shu o'sha narsani qilmagandir. Sen shuni ham qila olmading, o'zi bir ish qo'lingdan kelmaydi, shuni ham rasvo qilding deyvergan bo'lsa, bola balkim men o'zi qo'limdan hech narsa kelmaydi-da, men o'zi shunaqa rasvo qilib yurgan bolaman. Xudo xolasa endi bir katta bo'lsak, yaxshi bo'lib ketar deb yuraveradi-da. Boyagida qila olmasang, qila olmabsan, nima hech narsa emas-ku. Hali oldindagi yigit kishisan, xudo xolasa bolam yaxshi bo'lib ketadi deb qo'yib, yelik olib bersa, buzib qo'ysa ham urishib, senga nega olib berdim demasdan. Masalan, menda adam hech qachon qo'lingdan hech narsa kelmaydi demagan-da. Menga ham boshqaga ham-da bir narsani aytsang, birdan uzil-kesil yo'q qilma, bo'lmaydi demaydi. Bizning oilada shunday, demaydi. Noto'g'riligini bilib tursa ham. Noto'g'riligini bilib tursa ham, bo'lsa qilaverish kerak bolam. Endi deb qo'yadi, dadam zo'r gapir. Endi bu sohani mendan ko'ra sen yaxshi tushunasan deb qo'yadi-da. Shto'biki aytmoqchiki, tushunadi. Sen o'zing bilganingni qilib, mendan maslahat so'rama. Maslahat so'ra-yu, men roziman, lekin bir harakat qilib ko'r. Ya'ni mas'uliyatni sizga topshirib qo'yapti, shundan keyin jiddiyroq o'ylaysiz-da. Jiddiyroq, bo'lmasa, bo'ldi bolam bos, agar ana o'qimasa mani gartak menda ham bor, shuni beraman desa, bo'ldi o'sha. Ishonib qoladi. Dadamda bor, xudo xolasa, bu bo'lmasa shuni olib ishlab turaveramiz-da debdi. Shu keyin bitta narsa bolalarni sal bolalikdan ko'p pul berib o'rgatib qo'yamiz-da. Bizda masalan shunaqa narsa bo'lmagan. 100 so'm kerak bo'lsa 50 so'm berganda,
Shuni yetkazdi ba. Shuni yetkazdi. Dadamni qo'lida pul bo'lib ko'rib turasiz. Bering 100 so'm kerak dedi. Shuni yordam qil. Men 50 so'm bolam bo'ladi mana shu. deb shu payt masalan ayam bering yana 50 so'm kerak deyapti desa u yaxshi bo'lmasdi. Shuning uchun hech qachon yoki beqa o'tkazib ayam men bolam dadang bermadimi? Mana 50 so'm deb 100 so'm bo'ladi, bor ishingni bitirib ol demagan. Bo'lsa ham bermagan. Faqat dadam ruxsat bersa berilgan. Bolalikdan sal erkalatib o'stirib qo'yish ham menimcha yomonroqmi deyman-da. Qattiqqo'llik bilan ota qattiqqo'l pozitsiyada turishi, ona mehribon rolda turishi. Endi ota ham mehribon, lekin uni mehribonligi qattiqqo'l bo'lib turishida bo'lyapti-da. Shunday. Endi ota har doim ham ko'rsatib beravermaydi-ku mehrini. Iloji boricha ichida mehri ham, jahli ham ichida bo'ladi. Shuning uchun ham otalarimiz boshqacha-da. Menda qiziq savol. Siz hozir farzandlaringizga sizda otangiz sizga bergan tarbiya bera olasizmi? Yo'q. Otamdek ota bo'lish men uchun qiyin bo'lyapti. Chunki sal bolalarimiz erkalatib qo'yapman. Bilmayman, og'zidan chiqqanidan muhayyo qilib qo'yapmanmi? O'ylayman, harakat qilyapman. Lekin qanaydir o'xshamayapti-da. Chunki men ko'rgan dada menda o'zimda namoyon bo'lmayapti. Men bilgan dada qanaqa bo'lish kerak degan narsani men otamdan ko'rganman-ku. Lekin harakat qilyapman, Xudo xohlasa. Qattiqqo'l bo'lib turish qiyinroq-a baribir. Qiyin, ha. Aytaylik, bir narsa so'rasa, sizda sharoit bo'lib turgandan keyin ham bolaga yo'q deyishda, ya'ni ko'ngilchanglik qilib qo'yib berib qo'yish, sharoit olib berib qo'yish. Yo'q deysiz-u, mayli yo'q deysiz ko'nib ketadi, lekin qiyin ekan. Bor edi, bolamga bersam bo'lardi-ku deb qanday ko'targan shu narsalarni-da, yo'q deb stroga ushlash bu qiyin narsa ekan. Masalan, aniq ko'rinsa kerak, sizda o'zida ham bolalaringiz o'yinchog'i ko'p. Siz 4 ta o'yinchoq bilan katta bo'lgansiz. Bo'lsa, yo'q, o'yinchog'imiz bo'lmagan. Dash o'yinchog'im bo'lmagan. O'yinchoq bo'lmagan. Qiziq ana bo'lardi. Endi qishloqda toshdan, loydan, yog'ochlardan yasab o'ynaganmiz-ku, siz ham o'ynagansiz. Ukamni bir qiziq odati bo'lardi-da. Uyga mehmon kelsa, u doim oyoq kiyimda o'yinchoq qilib o'ynardi-da. Uyga bir mehmon kelsa, ukam ayamga kelardi, aya derdi, hovlida bo'lar ekan, endi ayol kishi ana deydi falonchi akamni oyoq kiyimini bitta haydab kelsam bo'ladi deb olib chiqib, bir haydab kelib joyiga qo'yib qo'yadi, mashincha qilib haydabda. O'yinchoq ham yo'q dengda. O'yinchoq ham yo'q edi. Mahallamizda yoki ko'chamizda o'yinchog'i bor, to'pi bor, koptok deymi, to'p bor bolalar, butun haligi mashhur bolalar edi. Ular xohlagan payti, to'p ularni aytgan, kerak bo'lsa golni ham bitta ikkita o'tkazib berish kerak, unga bo'lsa to'p ketib qolar-ku. Shunaqa edi. Endi bo'lmagan, hozir aytganingizda hozir bolalarga o'yinchoq ham muammo bo'lmay qoldi-ku. Shunday. Endi bu yerda to'g'ri, o'sha paytda o'z o'yinchoq bozori bunaqa hozirgi rivojlanmaganligi bitta faktordir. Ikkinchisi, baribir faktki, otangizda hozir sizda bor bo'lganday pul bo'lmagandir, lekin bari o'sha payt puli bo'lgan o'yinchoq berishga. Lekin o'sha bitta ikkita o'yinchoq olib berdimi yoki kiyimni ham olib berdimi, bu yog'iga qattiq bo'ldi. Mana shu narsa bilan o'sish kerak deb qattiqqo'llik bugun siz bilan men eplolmayapmiz shu narsani. Shunday. Pul bormi? Bor, yangi kiyim olib ber. Boshqa eski kiyimlar nima bo'ldi bilmaymiz endi. To'ppa-to'g'ri. Hozir bir hamma aka-ukalar bitta kiyimda bitta sinfda o'qiganda, 5-sinfda kiygan kiyimimizni ukangiz 5-sinfda kiyadi, undan keyin o'sha aka-uka qolmasa, boshqalar amakini bolalariga, jiyanlarga beriladi. Kiyimlar shunaqa edi-ku. Kiyim daji, u o'yinchoqdagi bir xil, hammada bir xil forma bo'lardi. Ko'ylak ham bir xil, burugam, oyoq kiyim ham bir xil bo'lardi. Hamma almashib kiyib katta bo'lardi. Hozirgi bolalar sal erkatoy. Buni kiymayman, bunaqa kiyaman deb o'zi tanlab qo'yadi. Biza pashti maktabga kiyim qilishga biza bozorga qo'shilib bormasdik-da. Tanlov berilmagan. Tanlov berilmagan. Uydagilar o'zi olib keladi. Hali bir razmer katta olib keladi. Bu kattagi kelasinglar ham kiyasan deb qo'yib. Shunaqa har doim katta kiyim olib berardi menga. Menda 2 yil rezervda ushlab turardi dadam. Shu keyingi yil ham kiyasan deb. Keyin maktabga borsa, ba'zilar shunday chiroyli kiyim kiyib boradigan sinfdoshlarimiz bo'lsa, bizga dadam shunaqa olib bermaydi derdik-da. Qachon maktabni bitirdik, shunda endi shaharda o'qiyapsan sen dedi, kiyimni o'zing tanla dedi. Ungacha umuman tanlov yo'q. Shunday. Rangini ham tanlamasdik, sifatini ham xuddi shunday edi. Bir xil. Aka-ukaga amaga bir xil bir razmer katta kelardi. Bir vaqtlar
Bir qiziq bo'lgan. Maktabga kiyim qilib kelganda, oyoq kiyimni bittasi bir razmer katta ekanda. Bittasi. Ikkinchi kuni o'zi maktab boshlanadi, bir kun qolganda kelgan. Endi u payti bunaqa magazinlar bo'lmasdi-ku, bir kishi asta yerga qo'yib sotadi, bu kunisiga qayerda o'tirib sotadini bilmaysiz. Sharoit yo'q, chov borib yana yangi olib kelishga. 2-3 kun kiyganmiz ham shuni 2 xil razmerda. Tanlov bo'lmaganda. Hozir kiymaydi bolalar. Ya'ni baribir tarbiyadagi bitta muhim narsa qiyindir, lekin harakat qilishimiz kerak bo'lgan imkon qadar bo'lgan narsa bu o'sha qattiqqo'l bo'lib, narsalar isrof qilmaslikka, bor bo'lgan resursdan unumli foydalanishga, o'yinchoqmi bu, kiyimmi, hamma narsada resursda. Velik olib bersa ham shu qachon rostdan ham gavdamiz katta bo'lib qolgandan keyin boshqasini olib berganda, o'shanda ana sozlab, yana bir narsalarni qo'yib qaytadan hozir aytaylik yo'q desa sraz dastlabga qildirasiz. Shunday. Bitta anaqa bo'lgan. Lego degan o'yinchoq eng chiqqan paytlari. Haligi satilda bo'ladi, chelakda bo'ladi-da, ichida kichkina Lego anaqa zapchastlar bor. Bir 100 tami, 150 ta anaqasi bor, detallari bor bo'lgan. Samarqandga dadam har yilda bir marta nimaga olib kelardi-da, yozda. Aylantirgan. Bir marta Samarqandga kelganimizda dadam olib berganda, qishloqqa borganmiz, uyga borganimizdan keyin endi o'ynab boshlashimizdan oldin dadam aytdi, ogohlantiraman dedi. Mana shu bu sentyabrlarda bo'layotgan vaqt, avgust yoki sentyabrda. Yanvarda dedi, yangi yilda sanaymiz dedi. Shu dedi 100 tadan kam chiqsa dedi, detali dedi. Men qaytishlarga o'yinchoq olib bermayman dedi. Esayman, o'sha o'yinchoqni har safar o'ynaymiz, sanab qaytib solamiz. O'ynaymiz, sanab qaytib solamiz, shunaqa bo'ladi. Lekin zo'r o'yinchoq Lego anaqa nima deydi? Har xilcha o'yinlar o'ynash mumkin-ku, bitta bir xil emas. Yanvar o'tdi, bitta ham anaqasi kamaymagan. Detal kamaymaganda, ana o'sha o'yinchoqni hozir men qishloqqa borsak, bolalarim o'ynaydi bor. O'sha o'yinchoq qanchalik qiymat berganda odamga. Agar o'sha paytda ogohlantirmaganda edi, mana shu o'yinchoq bemalol o'ynaymiz-ku, tugab ketadi-ku, mana bunaqa xotira ham qolmaydi. O'sha o'yinchoqni mana hozir men qishloqqa boradi, turibdi o'sha o'yinchoq. To'g'ri, endi detal kamaygan, lekin baribir ko'raman, o'sha yoshligimni eslayman. Bu men 5-sinf, 4-sinf paytimda olib bergan o'yinchoq. Aytaylik 15 yil bo'lyapti-da, 20 yil bo'lyapti. Bitta gapni kuchi bilan shu paytgacha saqlanib kelyapti. O'sha yo'qotmadi. Qarang, o'sha ishlatilayotgan prinsiplarni, qattiqqo'llikni, qat'iyatni anaqasi. Zo'r. Bitta hozirgi suhbatimizda bitta insight bo'ldi menga. Shu joyni insightni olib chiqaylik. Siz harbiy bo'lmoqchi edingiz. Shu uchun harbiy litseyda o'qigansiz. Keyin harbiy universitetga, institutga topshirmoqchi bo'lgan paytingizda bo'yingizni kaltalik hisobidan, o'shalar normasida kaltalik hisobidan sizni qabul qilmayapti. Va o'sha paytda sizda qanaqa og'riq bo'lgan va hozirdan kelib chiqib o'sha siz uchun to'g'ri bo'lganmikan, xayr bo'lganmikan, nima bo'lgan? Ana shuni bitta insight bering. Ko'pchilikka hayotda favorot bo'lsa, xohlagan narsasi bo'lmayotgan payt bir siqilib oladi-ku, siqilmagan qo'shiqni eshitib oladi. Shu uchun shu paytlar bo'lmaganda shu qo'shiq yomon eshitardim. Bo'y yetmadi, bu ham yana 1,5 santimetr yetmay qoldi-da. Hamma medkomissiyalardan o'tib borganmiz, kuchli tayyorlangan, haligi nima deydi, o'tish davrida bo'lganmiz-ku, shu kasbga yurak bilan mehr bo'lganda. Orzu, harbiy bo'lish. Harbiy bo'lish. Faqat orzuda o'sha formasiz orzu yo'q edi-da, bunday grajdanskiy bo'lish degan o'y xayollar yo'q edi. Harbiy bo'laman, oqshom ham, kunduz ham biz ham yosh edik, men formalarni uttiglab, butun xuddi harbiylar qanday yashaydi? Generallardek o'zimizni tasavvur qilardik. Endi yoshlikda chunki boyagi litseyda shunchalik kuchli tarbiya bo'lardi, vatanparvar. Bu litseyda o'qiganim menga ancha yaxshi bo'lgan. Hayotda ko'p asqotadi-da. Keyin boya aytganingizdek, uje bo'lmadi-ku. Umidlar boya hamma narsa chilparchin bo'ldi-da. Xuddiki bo'ldi. Endi bu yoq qanday bo'ladi? O'ylagan grajdanskiy hayot haqida orzu ham qilib ko'rmagan hayotingizga yana tushib qoldingiz. Endi nima qilaman? Endi qayerga o'qishim kerak? Bo'lmadimi? Yo kelasi yil harakat. Endi baribir kelasi yilga o'sib ketmayman. Yana o'sib ketmayman-ku deyapman. Bir yilni kutsang, yana bir yildan yana o'sha bo'y bo'lmay qolib, yana yiqilsam nima bo'ladi? deb o'ylab uyga kelganman. Hech qanaqa umid yo'q. Keyin onam aytdi, bolam siqilma, endi ota-ona baribir bilabdi, ko'ngildan nima o'tyapti. Bolam siqilma. Mayli, grajdanskiyga topshir, grajdanskiyda o'qi. Grajdanskiy degan gap bo'lardi shu paytda. Grajdanskiyda o'qi, zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Bolam ishontirdi, topshirish niyati yo'q. Grajdanskiy umuman institutga topshirish niyati yo'q. Faqat xayolda nima uchun bo'la olmadim, nima qilsam bo'laman dedi. Keyin o'yladim, hay dedim, bo'lmasa dedim, quruvchi bo'laman. Qurilish sohasiga o'zi qurilishga ham mehr bor edi.
eng qizig'i bizda litseyimiz ham harbiy qurilish yo'nalishidagi akademik litsey edi-da. O'sha qurilish degan narsa o'shandan qiziqish paydo bo'lgan. ha, keyin qurilish institutiga kelib topshirdim. Quruvchi bo'lib institutda o'qiyman-u, forma kiygan odamni ko'rsam, hali odam bo'larkan, birinchi muhabbati degan narsa. Endi birinchi muhabbatimiz harbiy bo'lish-ku. Forma kiygan odamni ko'raman, yurak jiz qiladi-da, qanday qilsam bo'ladiki, yana shu joydan harbiy bo'lib ketish imkonida. Taqdir qilmadi, harbiy bo'lmadik. Hozir ham o'qigan jo'ralarimiz ko'p yig'ilib turamiz. Samarqandga kelsa ham Qashqadaryolik bolalar bilan ham ko'p o'qiganman. Qarshida ham ko'p yig'ilib turamiz hozir. Bo'lmadi. Bu yog'ini harakat qilaylik endi. Xullas shunday qilib, keyin qurilish institutiga topshirdik. Boya aytganimdek, kontrakt kirdik. Boya sigir voqeasi yana. Ha. Bitirdik. Institut shu boya dalshi ishlab ketdim. Boya aytganingizdek, harbiy bo'lmaganlik yurakda armon bo'lib, endi u payt yosh bo'lganmiz, bola bo'lganmiz, hayotda birinchi muhabbatdek bo'lib qolgan. Harbiy bo'lish orzusi har doim bo'lgan. Keyin bu ishlarni ishlab ketdik. Tadbirkorlik bilan Xudoga shukr, Xudo berdi. Hozir yomon emas. Uje unut bo'ldi. Nima deydi? Bu kasbga bo'lgan mehr, muhabbat bor, lekin mana shu sohada ishlamay qolganimdan, masalan, pushaymonda emasman-da. Bir xil odam har doim harbiy bo'lganimda zo'r bo'lib ketardim, bundan ham zo'r bo'lib ketardi degan o'yni bu narsa bosdi. Bir ustoz aytgan edi, bir eshik yopildimi, bir eshigi umuman shu hayotdagi kasbdir, eshik yopildimi, boshqa bir eshik ochiladi. Undan yaxshisi bo'lgan deb aytgan edi. Hozir shu narsani ko'ryapman. To'g'ri, harbiy sohadan bu sohada yaxshi, bundan bu yaxshi degan narsa hammasi har xil, lekin masalan hozirgi qilib turgan ishlaringiz ko'lami, jamiyatga berishingiz mumkin bo'lgan qiymatingiz harbiydan ko'ra bu yoqda kattaroq bo'lgan bo'lishi mumkinki, hozir aytaylik minglab ishchilarni bir ish bilan ta'minlab turgan holatdagi tadbirkor sifatida, demak, balkim bu soha sizga, balkim emas, menimcha aniq shunaqa, bu soha sizga xayr bo'lgan. Shunda. Nimaki bo'lsa, boyagi yaxshilikka bo'lmagan narsada xayr bo'ladi degan rost ekan, haqiqatan shunday bo'ldi. Lekin harbiylik kasbi ham qiziq kasb-da. Bunday olsa, haqiqatan ularning mashaqqatli mehnati bor. Faxr kasb. Faxrli kasb-da, faxrli kasb. Ularda harbiy odamda masalan daromadni umuman qizig'i yo'q. Qanaqa pul topishi, boshqasi. Ular aytganimdek, ularning oldida hech qachon bayroq haqida, vatan haqida noto'g'ri gap gapirib bo'lmaydi. O'zi shunday olganda sha'niga tegishda, ular mana shu narsani sha'nini ko'taraman deb, siz bilan men mana bu yerda hozir mana shu xonada ham konditsionerni yoqib o'tiribmiz-da. Qisib ketsa kostyumni yechib qo'ya olamiz, yaxta suv icha olamiz. Ular hozir ranjlet kiyib, kaska, temirli kaskani kiyib chegarada turibdi-da. Bu o'ziga yarasha mashaqqatli bo'lgan bilan juda ham zo'r kasb. Yoshlar hozir yoshlarga aytmoqchi bo'lgan gapimdan ki harbiy bo'lik kasbi ham sharafli kasb. Bu bilan men kimgadir harbiy bo'lmaganimdan bu zo'r bo'lib ketdim, harbiy bo'lmanglar, bu narsa undan ko'ra yaxshiroq demoqchi emasman. Kimgadir boya siz aytganday bu eshikni ochgan bo'ladi, kimgadir bu eshikni ochgan bo'ladi. Shu Xudoga shukr, yomon emas. Zo'r. Boyagi aytgan mavzumizdan uzoqlashib ketdik menimcha. Zo'r. Yo'q, zo'r hikoya bo'layapti. Men o'zim uchun anaqa. Siz ukangiz bilan birga sherik bo'lib ishlaysiz-a? Ukam bilan birga ishlaymiz. Ya'ni bitta ishda ishlaysiz anaqada. Ukangiz ham qurilish sohada hozir. Qurilish sohasida. Ukam ham samgasini bitirdi, qurilish sohada. Zo'r. Demak, orqangizdan ketdi qurilish bo'lib. Xudo xohlasa. Menda bitta anaqa qisman eshitib qoldim-da. Siz o'qishga kontrakt kirgan yilingizda ukangiz sizdan necha yosh kichkina? Ukam 1 yosh kichkina. 1 yosh farq. Ukangiz bilan yoshingiz 1 yosh farq. Siz o'qishga kontrakt kirgan paytingizda shunaqa vaziyat, endi kontrakt to'lashga boshida ishlamaysiz. Shu ukangiz Rossiyaga ketib, kontraktlaringizni o'sha boshdagi bir necha yil to'lagan. To'g'ri. Men o'qishga kirganimdan keyin boyagi aytganda oilaviy ahvol, dadam vaqtincha ishsiz bo'lib qolgan edi, ayam oddiy o'qituvchi edi. Men bu yoqqa institutga kirgandim, o'sha boya aytilgan sigir ham ketdi. Ukam endi tanlov bir kishi o'qish kerak, iloji yo'q. 2 kishi ham birdan o'qib bo'lmaydi, 2 kishi ham birdan ishlab bo'lmaydi. Ukam aytdi, "Aka, siz o'qing, men oilaga men qarashib turaman" deb Rossiyaga emas, Turkiyaga ketib ishlagan. Turkiyaga ketib ishladi. 3 yil men institut pash tugatgunimcha ishladi. Keyin o'sha institutlar tugatganimdan keyin qaytib keldi ukam. Armiyaga ketdi kelib, keyin institutga o'qishga kirib, hozir o'zim bilan birga. Boyagida agar ukam ham yo'q aka, men ham o'qishim kerak. Nima uchun?
siz institutda o'qib yurasiz, men bu yoqda chorniy musofirda, rабочий ha, bo'laman, chorniy рабочий bo'lib yuraman. Ertaga siz oliy ma'lumotga qaytib kelib kim menga garantiya beradi? Yana u institutga o'qishga kira olishimga, men yaxshi ishlab ketishimga kim garantiya beradi? deb narsani qo'yib turib olganda, men ham tim более kichkina bola baribir erkaroq bo'ladi-ku deb turganda bo'lmasdi bu narsalar. Bu narsaga masalan otam ham, onam ham ukamni majburlab jo'natmagan. Sen bor, akangni o'qitishimiz uchun sen Turkiyada ishlashing kerak, yoki Rossiyada ishlashing kerak demagan. Ukam o'zidan bilib, men ham ko'nglimda bo'lgan, uka ketma, shu yerda bo'l. Lekin vaziyatni bilasiz-ku, iloji yo'q, kimdir yordamga qo'shilish kerak. Ukam ketdi, qaytib kelgandan keyin qaytib keldi, boyagidek 1 yil o'qishga kira olmay yiqilib qoldi. O'qishga kirmay o'qishdan yiqilganda shunaqa menda aybdorlik hissi uyg'ondi. Xuddiki vaqtida o'sha paytda u ham topshirganda, u ham balkim o'qishga kirib ketardi. O'rtada ancha yil baribir ta'limdan, ilmdan uzoq qoldi. Ilmdan 4 yil, 3 yil, 4 yil chetda hech kim kitob o'qib o'tira olmaydi-da. Yerda shunaqa musofirning noni qiyin bo'ladi. Ham yosh bola, hali endi maktab tugatgan bola ketdi. Bu payt mana bunaqa telefon kunlik gaplashib turishni imkonisi bo'lmasdi. U telefon qilsa oyda bir marta telefon qiladi. Shu pul uni ham yaxshimisizlar uydagilarga ham men pul jo'natyapman, qabul qilib qo'yingizlar. Bo'ldi o'sha. Keyin o'qishga kirdi, hozir oldimda yuradi, ko'rib ko'zim quvonib o'tiraman. Xudoga shukr, Xudo berdi, shu ukamni mehnatlari bilan men shu darajaga yetdim. Xudo xolasa meni orqamdan kelyapti. Endi nima bo'lsa ham menga qilganlarini qo'limdan kelgancha ziyoti bilan qaytaray deyman. Lekin shu paytgacha o'zi hali biron marta, necha marta urishsam ham, boshqa qilsam ham aka men o'qitganman sizni deb aytmaydi. Lekin ko'p joylarda guvoh bo'lganmiz, normal holat. Akam meni o'qitdi degan holatlar ko'p u, lekin ukam meni o'qitdi degan holatni birinchi marta eshitdim sizda. Shunday. Bu uyalmay aytiladigan narsa. Ukam haqiqatan o'qitdi. Yaqinda bir anonga tug'ilgan kunida ham tabrikladim. Undan ko'ra o'zim ko'proq xursand bo'lib ketaman-da. Shu oqshom uyga kelsam men ko'proq xursandman-da. Shu boyagi rasm pasmga tushganmiz, ko'raman. Chunki ko'nglimga tukkan narsalarni asta-asta etap-etap qilib boryapman. Qo'limdan kelyapti, Xudo beryapti. Shu aytadiki, bir kishi oilada tortuvchi bo'ladi baribir. Bir kishiga Xudo beradi, bir kishi tortadi. O'sha narsani mas'uliyatni Xudo menga bergan ekan. Shunchaki tashlab qo'yishni ilojisi yo'q. Ukamni o'zi ham men bilan ishlashdan oldindan boshqa joylarda ishladi. Ataylab o'zimdan tashqarida ishladi. Men ke demadim. Ko'r, men akangman, har doim erkanligini ko'taraman, lekin seni erkalamaydigan joyda ishla deb, oilaviy dadam ham, ayam ham ishlasin, avval ishni ko'rsin deb, bu yerda boshqa joylarda ham ishladi. Keyin endi uka o'zim bilan ishla deb chaqirib oldik. Yo, lekin erkalik qilmaydi. Ish vaqti hamma qatori unga ham bir xil. Ishonchimizni oqlab, Xudo xolasa, undan ham katta umidlarim bor. Zo'r. Jigarda o'shanaqa vaziyatdagi o'rnini, ahamiyati, bu aytganingizdek, raz biznes qilmoqchi bo'lsa, eng yaqinlari bilan, ishongan insonlar bilan, do'stlar bilan, jigarlar bilan qilgan yaxshi degan narsani guvohlaydi. Mana siz o'qib turibsiz, u kishi ta'minlab turibdi ukangiz o'qish bilan, keyin siz biznes boshlaysiz, endi uka birga qilamiz deyapsiz. Anaqa yaxshi ssenariyda. To'ppa-to'g'ri. Ustozi ota-onam bilan yashaydi-da. Gohida aytib qo'yaman-da, senga mazza bo'lyapti deyman-da. Nimaga? Sen ko'proq ota-onamni mendan ko'proq duoni olasan-da deyman-da. Men ham sen bilan bir xil haqqim bor, bir xil duo olishga. Prosta sen oldidasan. Bonus senga bo'lyapti. Bonus senga bo'lyapti deyman-da. Xo'p, biz ham telefonda, boshqada, uyga bir qishloqqa haftada 5 kun, 10 kunda bir borganda suhbat qilamiz. Sen har kun ertalab birga nonushta qilib chiqasan, kechqurun ujin qilasan. Yegisi kelgan narsani menga emas, senga aytadi ko'proq. Sen baribir men senga ko'proq havas qilaman deyman-da. Kelingizlar biz men bilan yashang desam, endi o'zlari o'rganib qolgan qishlog'imizga. Ham boya aytgandek, dadam mahalla raisi, onam o'qituvchi, qo'ni qo'shnilarni qiyolmaydi berga biz bilan kelib yashashga. Lekin ko'p aytamiz, Xudo xolasa deb qo'yadi, pensiyalarga chiqasak boramiz deydi. Men katta o'g'lim ko'p aytadi-da. Onasiga aytadiki, kelsa bo'ldi. Siz biz bilan yashashga keldingizmi? Endi siz bizga ko'chib keldingizmi deydi-da. Har kelganda. Yo'q bolam, men ketaman ertaga.
deydida. Agar biladi, ha deb aldab qo'ysa, ertaga ketib qolsa xafa bo'lib qoladi-da. Yo'q bolam, men kelaman, lekin baribir kelaman, faqat hozir ketaman. Bir kun ikki kunda ketaman deb aytadi-da. Shu lekin xudo xolasa olib kelish niyatimiz bor. Xudo xolasa. Qiyin baribir qishloq sharoitda qishloqqa o'rgangan odam yosh katta bo'lgandan keyin shaharga ko'chish juda qiyin narsa. Juda ham qiyin-da. Kelsa ham bir kun ikki kunda zerikib qoladi. Bir bayramlarga unga qo'ymay olib kelaman. Ey bolam qishloqqa boraylik. Qishloqqa boraylik. Bu yerda havosiga o'rganolmaydimi shaharda? Zerikib qoladi. Qo'ni qo'shnilari o'zlarini ulfatlari yo'qligi uchunmi? Zo'r. Instagramga bitta video qo'ygan ekansiz. 1 milliondan ziyod prosmotr bo'lgan. 12 yilda 9 ta kvartirada yashaganman degan video qo'ygan ekansiz. 1 milliondan ziyod prosmotr bo'lgan. Mana shu narsa menga qiziq bo'ldi. Ko'pchilikda dardi ekanki, shu mavzu bir portladi mana shu video. O'zim ham kutmagan edim. Siz hozir 34 yoshdasiz, ha? Necha yoshda paytingiz uyingiz bo'ldi? 2 yil bo'ldi, 3 yil bo'ldi-da. 31 yoshingizgacha ijarada turgansiz. Ijarada turganman. Endi ungacha aytaylik biznesga yana tikish kerak bo'lgan, boshqa bo'lgan ancha yil baribir shunday. Uysiz yurishga o'rgansiz ijarada. Uysiz yurganmiz, ha. Ijarada yashash bu bir katta tarixda hamma uchun. Bu hamma narsa unutilishi mumkin. Odamning hayotida ko'p narsa unutiladi. Ish qiynalganligi unutilib ketadi, yaxshi ishga o'tganda. Nima desak bo'ladi yana. O'qishda qiyinchilik unutilib ketadi. Chunki ular shirinda, u aniq bartaraf bo'lishini bilasiz. Yoqimli yana. Yoqimli. Lekin bu ijarada turishda juda qiyin. Ijarada yashaganman. 9 ta kvartiraga ko'chgan, ishonsangiz bir kunda 2 ta kvartiraga ko'chgan kunim ham bo'lgan. Kelib joylashib chiqib ketish. Joylashdim, shu kuni yana qaytib ko'chib ketish. Bu hamma narsani uyning ichiga joylashib, taxlab bo'lyapsiz, obeddan keyin yana boshqa joyga ko'chib ketadigan bo'lsa kerak. Juda ham og'ir. Lekin boyagida keyin shirin bo'ladi-da. Og'ir tarafi shu boyagi o'sha videoda ham aytganimdek, bilasizda, oy shunday tez keladi, u butun ham qiyin-da. O'zingizniki bo'lmagan joyda qo'riqlab yashaysiz, saromjon sarishta qilasiz, pulni berasiz. Masalan, kredit olishni, men kredit masalasini birovga anav qilmayman-u. Biror narsani qarzga olsangiz, har oy bo'lib beraman desangiz, berib boraverasiz. Bilasizki, sizga u narsa o'zingiz uchun beryapsiz-da. Tugayapti bu qarzingiz teng. Qarzingiz tugab, nimadirga erishib qolyapsiz. Kvartira shunaqa narsaki, doim berib borasiz, u hech qachon sizga kelmaydi. Uy sizniki emas baribir. Uy sizniki emas. U odamga oyiga nech pul desa bersangiz ham, remont qilsangiz ham, yangiliklar qilsangiz ham, hovlisiga basseyn qurib qo'ysangiz ham, u sizniki emas. Uyni egasi qilib bergani ham baribir yurakdan ishlata olmaysiz-da, chunki u aniq sizniki emas. Uni buzib qo'yishga siz haqqingiz yo'q. Boyagida ayolingiz ham har doim uyga aytganimdek qaynonasidan ko'ra uyni egasi kelib qolishidan ko'proq nima deydi? Qo'rqish deganda bu qaynonani tekshirib unda o'zini saromjon sarishtalikda ko'rsatish baribir abishlidan ko'ra har bitta ayol onalari, otamiz kelganda yoki bir mehmon kelganda hammamiz ham ko'proq harakat qilamizki, yana bir toza uyni ham bir tozalab chiqib, xazayinlik undan ham boshqacha-da. Bu kunlar o'tgan. Vaqtida men yomon yuragimga ta'sir qilgan voqea, shu kvartirada yashayapmiz. Endi qandaydir bir bolalar, yosh bola baribir anavda sergak bo'ladi. Akasi kichkina o'g'limni qo'rqityapti. Endi narsa o'yinchoqlari qo'zib yotibdi. Men uyda o'tiribman, televizor ko'rib o'tiribman. Endi ayasi aytibdi, akasi "Davay" deyapti, katta o'g'limga aytibdi, "O'yinchoqlarni yig'ishtiringlar, bo'ldi" deyapti-ku. O'g'lim shunday chiqyapti-dan, ukasiga qarab, "Davay narsalarni yig'ishtiring, xazayin kelyapti ekan" deyapti. Qo'rqitishda ishlar anaqa. Ukasi hali 3 yosh, bu 5 yosh. Chiqyapti-yu, xazayin kelyapti ekan deyapti, o'yinchoqlarni yig'ishtir deyapti. Shuna televizor ko'rib yotibman, muzladim-da. Bu bola xazayinni qaydan biladi deyapman-da. Keyin Xushnudbek, bu yoqqa qara o'g'lim dedim, "Ha, kim kelyapti?" dedi desam, dada deyapti, ukam qilmaydi-da, shunga xazayin kelyapti deb qo'rqitdim deyapti. Uyda egasi kelyapti. Uyda egasi kelyapti. Endi xazayin degan gap bor-ku, xazayin kelyapti deb qo'rqitdim shunga deyapti-da. Bu boshqa odam uchun qanaqa ta'sir qiladi bilmayman, lekin ota sifatida, uyda erkagi sifatida, uyda shu ta'minotini bo'yningizga olgan odam sifatida juda ham og'ir ekan. Endi bu bola buni bilyapti. Ayolingiz qanaqa o'y xayolda yuryapti-da, bu nima bo'ladi ertaga degan sizga nima o'ylaydi? Ichida nima o'ylaydigani sizga qorong'i. Iloji boricha bildirmaslikka harakat qilishi mumkin. Yo, hammasi zo'r.
kvartira hamma sharoitingiz bo'lishi mumkin. Kir moshinu, televizor, hamma konditsionergacha bor sharoitni qilib qo'yishingiz mumkin, lekin boyagidek chin dildan foydalanishning ilojisi yo'q. Kvartira yashash juda og'ir. Vaqtida xazanli uylarda ham turdik. Endi institut bitirib ko'chib kelgan vaqtlarimiz undan ham qiyin-da. Siz uyda egasi bilan birga yashaysiz. Bitta hovlida. Hovlining narigi tarafida uyda egasi yashaydi. Bir xolamiz bor. U kishini haligacha borib kelib yuraman oldiga. O'g'li bilan farzandlari chetda edi. Qizlari xo'jayinisi bilan turardi, o'g'li yo'q edi. 3 ta qizi bor. 3 ta qizi ham alohida yashaydi. U kishi shu kvartirani qo'yar. Avval student paytimiz ham turganmiz, keyin oilaviy turay deb olgan edim. O'sha yerda ham-da uniki undan ham qiyin-da endi uyda egasi bilan birga yashash. Hovlida. Sal narsa yoqmay qolsa gapirsa ham kerak. Gapirsa u bemalol gapiradi, beting ko'zing demay, uyda egasi. Zo'r. Otabek aka, mana shu bitta endi sizni hozirgi natijaga erishishingizdan aytadi-ku, har bir muvaffaqiyatli erkak orqasida kuchli ayol turadi deydi-ku. Mana shu yerda qanchalik sizga ahamiyatli bo'lgan ayolingizni o'rni? Masalan, o'sha har safar ijaradan ijara ko'chgan paytingizda gapirish ham mumkin edi. Qachongacha bunaqa yuramiz? Qachongacha xazaydan qo'rqamiz deb mana shartini qo'yib olish ham mumkin edi. O'zida ketib qolaman deb. Shunday. Xudoga shukr, Xudo yaxshi ayol bilan siylagan. Doim kuch bo'lardi. Ko'chamiz desam, o'zi dadasi mana shu uy bo'lmasdi deydi-da. To'g'ri qilyapsiz. Bu uyda o'zi ko'chishimiz kerak, dadasi yaxshi emas edi. Zaxti hidi bor. Bir nima bahonalar. O'zi kvartira olaylik ekan. Bu kvartirani olishdan oldin ham olib borib ko'rsatib kelasiz-ku. Mana bu zo'r kvartira ekan-da, ana shu. Mana shunga ko'chak deb ana qilib narsalarni yig'ishtirib qo'yadi. Bilasiz, o'zi yoqmayapti unga. Malol kelyapti. Qiyin-da ko'chish. Ko'chirasiz, joylashadi-dani shu bir hafta 10 kun har kun maqtayveradi. Kvartirani uyda egasi ham yaxshi ekan. Dadasi zo'r ekan. Qarang, hamma sharoit zo'r ekan. U issiq suv yo'q. Suvlari ham zo'r ekan. Ana shu meni xafa bo'lmasin, ko'ngliga zo'r ekan. Xudo xohlasa o'zimizni uyimizni olsak bunaqa qilamiz deb yana ko'chamizmi degan gapni aytsa bor, o'sha bo'ldi. Og'ir, juda og'ir. Juda og'ir, keyin bor imkoniyatni qilasiz. Endi bitta uy olishim kerak. Qolgan hamma ishni yig'ishtirasiz. Bor tashvish bitta uy olishga bo'lib qoladi-da. Shunda ro'zg'orda kamchilik bo'lsa ham, to'xta kvarplatani beraylik, bir narsani olib berish kerak bo'lsa, u biladi. Moliyaviy ahvolda o'rtada kvarplata turibdi. Kvarplatani to'lab bo'lasiz, bir narsa kerakligini aytadi, ungacha aytmaydi. Shunda shu Xudoga shukr 12 yil hayot mustahkam oilani sinadi. Men hech qachon noshukrchilik qilib 12 yil men qiynalganman, 9 ta kvartiraga ko'chganman demayman. Men mana shuni mustahkam oilani sinaldik. Biz ayolim bilan sabr toqatli bo'ldik. Xudo xolasa bundan keyin hozir masalan o'zimizning uyimizda yashaymiz-ku, unutmaymiz o'sha kunlarni. Ijarada yashab yurgan yillarimiz oxirgi mana shu tadbirkorlikga chiqib, keyin alohida biznes boshlash arafasida turganimizda o'zi meni uyim bo'layotgan edi. Oilam bilan 3 xonalik uy oldik, remontini qilyapmiz. Endi odam xursandchilikdan ayolimni olib boraman o'sha karantindan oldin. Mana uyimiz, mana mehmonxonamiz. O'sha bizda bir oylardan keyin biz o'zimizning uyimizga ko'chib kirishimiz kerak. Lekin shunday bo'lib qoldi, bir imkoniyat bo'ldi. Men alohida biznes boshlashim kerak, pul kerak. Pul tikish kerak. Pul tikish kerak. Boshqa pulni oladigan joy yo'q. Masalan, imkoniyat unaqa darajada bir zapas pul yo'q. Boray dedim, shu uyni sotib yubordim. Endi ayolim ko'chishga tayyor. Bir oydan keyin uyimizni faqat tualet vannasini qo'yish kerak, eshiklarni olib qo'yish qolgan. Endi o'zimizning uyimiz bo'ladi degan hissiyat. O'zimizning uyimizdan bir oydan keyin ko'chaman deb, haligi hamma narsani o'zi orzu qilib qo'yib, men kirmoshni olishimiz kerak dadasi, unaqa. Shunday kechqurun keldim uyga. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi tursang. Xullas dedim, tash qildim, uyda dedim, sotdim dedi. Shunaqa vaziyat yaxshilikka, lekin deb buni qilsam, aytdim hozir xafa bo'lib dadasi, bekor qilibsiz deb aytadimi desam, aytayapti. O'zi deydi, shu taraf uncha yaxshi joy emas-da, deyapti-da. O'zi uyda deyapti, chekaroqdan oluvdik-da dadasi deydi. Aytolmay turdim shunday. Aytolmay turdim, shuni sotib biron nima boshqa joydan kichkinaroq bo'lsa ham olamizmi yoki biron nima qilamizmi? Keyinroq lutchi bironta ijara qo'yib, shuni ijara pulini biz bu yoqda to'lab turaylikmi deb aytmoqchi bo'lib o'tirdim. To'g'ri qilibsiz, shuni sotib yuborib deyapti-da. Keyin aytdim, xudoga shukr.
O'sha men uyga charchab, bilasiz, aytasiz hozir u voqeadan keyin ayollar negativ bo'ladi. ta'sirlanadi, boshqa bo'ladi. O'sha boyagi qiladigan ishingizdan ham bir ko'nglingiz sovib, shu uyni bekor sotdim, shu ishni bekor qildimda degan narsa emas. O'sha ertalab chiqib kelyapman, uyda egasidan pulni olyapman. Shunaqa boyagi pulda baraka, hali kelishilgan ishlar hammasi joy-joyida bitib ketyapti-da. Yana o'rtada ishonsangiz shu pulda biz dam olib keldim chetdan. Anvarlar bilan bolalar bilan chiqdik. Bor hammasi Xudoga shukr yaxshi bo'ldi. Shuning uchun aytaman-da, Xudoyim yaxshi oila bilan siylagan. Ha. Juram Anvarni dadalari bor, bom ham shu, hayotda ham, kasbda ham ustozim bo'ladi. Shu ko'p duolarni olaman. Endi bu shaharda yashaydi. Dadamlar bilan bobomlar jo'ra, hozir oilaviy bordi keldilarmiz. Shu kishi vaqtida ijara yashagan payt birga ishlashgan ham vaqt joyimiz bo'lganda. Shunda gaplashib qolgan paytimiz aytardi-da, "Ha bolam, yaxshimisan?" Ular uyda ham turganman-da men. Keyin Anvarlar ko'chib chiqadigan bo'lib qoldi, chiqdim. Shunda bir gap aytuvdi-da, bu ham bir menga motivatsiya bergan gapda. "Bolam, hozir ijara yashayapsan-ku" derdi. Men bolajon derdi-da. Qanaqa, "Ha bolajon, ko'rinmay qolding" deb aytadi-da. Shu ko'rsam shu gap aytadi, hozir bolajon deb aytadi deb qarab turaman-da. Ha, endi shu bolajon, balkim hali ham bolajon-da bizlar. "Bolajon, yaxshimisan? Ko'rinmay qolding" deb alay qiladi. Doim bizlar men bilan Anvarni yoki Alisher akamimizni yoki Alisher bilan Anvar ko'rib qolsa, "Uchinchi qani?" deydi-da. Keyin "Ha, ishi bor ekan, masalan, Alisher Urgutga ketdi." "Ha, ishi bilan ketdimish-ku, tan ikkoving ajratib tashlab kelmayapsan biron joyga" deyardi-da. "Yo'q, yo'q" deb hazillashib, har doim "Uchoving birga yur, bolam, men uchoving ko'rsam, birga ko'rsam xursand bo'laman. Alohida ko'rib qolsam, qanday ko'nglim g'ashlanadi" deydi-da. Shu kishi bir gap aytardi-da. "Bolam, ijarada yashayapsan-ku hozir" deyardi-da. "Bundan hech siqilma. Xudo xohlasa" deyardi, "sen qiynalib o'zingni uyingni olasan-ku" deydi. "Ana shu uyingda shuni ko'chib narsalarni olib kirasan, uy seniki, bilasan, shuni oqshom alg'ov-dalg'ov narsangni tashlaysan, hali tarqlanmagan uyga shuni bir chekkaga bitta ko'rpachani tashlaysan-da, ani shuni yotib uxlaysan-ku" deydi. "Ertalab" deydi, "dunyoni rohatini ko'rib uyg'onasan. Hayoting mobaynida bunday mazza qilib uxlamagan bo'lasan. Shuni ertalab turasan-ki" deydi. Unaqa nima deydi hali? Endi qanday tushuntirsam bo'ladi? U maroqli hordiqni olmagansan. Ming agar o'qishga kirib qo'yib ham, oltin medal yutib qo'ysang ham, boyagi joydagi uyingda yotganing, xuddi dunyodagi eng qimmat gastinsada yotsang ham, boya 5 yulduz, 10 yulduzli mehmonxonada yotsang ham, u hissiyot tuymaysan, deyardi. Har doim ayolimga keyin aytardim-ki, "Bobom shunday dedi, Xudo xolasa, uyda ko'chib kirganimizdan keyin ertalab turib, shunday ikkovimizdan bir-birimizga savol beryapmiz-da. Ha, shunday bo'ldi-ha" deyapmiz-da. Ha, bo'ldi. Shunday bo'ldi. Haqiqatan bo'lar ekan. Boyagida dunyoni 5 yulduzli degan mehmonxonasida unaqa dam olmaysiz, turasiz. Unaqa yengil, hamma charchoqli. Bir kun oldin ko'chganingiz, uyda remont qilganingiz hammasi unutilib ketar ekanda. Keyin ko'p ijara turib yashaganingizda u uyni qadri ham boshqacha bo'ladi. Hayolingizda haligacha bir boshqa joyga bundan ham kattaroq uy qilib chiqib ketish o'ylab ko'rganimiz yo'q. O'sha kirgan uyingizda. O'sha kirgan qadrli-da. Qadrli-da u, ha. Endi balkim 2-3 yildan keyin bolalarimiz katta bo'lib, buni o'qigandan keyin balkim uyni kattartirish plani bo'lishi mumkin. Lekin hozir qandaydir shu uydan chiqib ketish ko'ngilda yo'q-da. Keyingilarda bunaqa hissiyot ham bo'lmaydi. Kirasiz, normal. Pulingiz borligi uchun olgansiz. Endi uyda muammo yo'q, boyagida og'riq bilan kelmagan. Ha. Kutilgan mazzani olib bo'lgansiz bu uydan. Bilasiz, bu uyingiz baribir bor. Bitta qisman bilaman siz haqingizda bo'lgan hikoya. Kia mashinangiz bo'lgan. Siz avariya qilib oldingiz. Shu vaziyatda do'stlar sizga poddershkasi haqida bir qiziq hikoya eshitdim. Qisman eshitganman, shuni batafsil aytib bering. Endi bir falokat bo'ldi. Mashinada avariya bo'ldik. Yo'lda gata ko'z ketib uxlab qoldik. Xudoning o'zi asradi, tani jonimiz sog'. Shu erta tong edida turdim. Birinchi telefon qiladigan odamim albatta Alisher bilan Anvar bo'ladi-da. Shuni Anvar chetda bir ish bilan ketgan. Alisher shu yerda. Telefon qildim, shuni ko'tardi. "Jo'ra, kelman shu yerda shunaqa holat bo'ldi" dedim. Keyin qolgan jo'ralarimizga hammasiga chiqdik. Bobur akalar, Sarvar akalar hammasi keldi. Xudoga shukr. Biri beqob ketyapti.
moshindagi odamlarni, ayamlar, dadamlar bor edi. Ha, rol moshinda oila bilan Moshinda oilaviy Toshkentdan to'ydan qaytib turdik. Sal bir kun dam olib ketishga, ertaga ishlarimiz ko'p deganda qizg'onib oqshom to'ydan chiqib qaytyapmiz-da. charchoq bo'lgan yo'q. Charchoq bilan hech kimga maslahat bermayman. Ko'zga uyqu kelsa qo'yish kerak rolda-da. Bolalar jon jahdi bilan hamma ishini yig'ishtirib, yoqdan Anvar telefon qiladi, "Jo'ra qaytayman." Men yaxshiman. Men qaytma. Mani tani jonim sog' hech qayerim gips emas. Ishonmaydi. Alisher hammasi Bobur akalar, hammasi dijur turib, doktorlar ham tan beryapti. Do'stlar. Qanaqa do'stlik bo'lyapti-da? Bu nima qanaqa do'stlar sizlar yoki deb o'ylayaptiki, bu bir mansabdormi? Nima buncha hammang buni oldi desa, bu kim bu? Bu jo'ramiz. Yotdim travmatologiyada yotdim ancha vaqt. Bular girdi, hech qachon yolg'iz qolmayman. Ko'zimni ochsam, Kimda turgan bo'ladi? qaysi biridir shu yerda-da. Hech kim boshqa bir begona odamga ehtiyojimni sezdirgan yo'q. Turg'izib, masalan, o'sha ukol, dori, ovqatlanish masalasi hammasiga ular o'zlari bir hafta yotgan bo'lsa, bir hafta men bilan birga yotgan odamlar ham, menga qaragan doktorlar ham, medsestralar ham, kerak bo'lsa boyagi tozalik bo'yichagi opalarimiz ham hammasi shuni aytdiki, Xudo xohlasa dedi, bolamga dedi, sizni do'stlaringizga o'xshagan do'stlar bersin dedi. Kelgan qarindosh urug'im ham shunday ko'ryapti. Bu qanaqa do'stliklaringga deyapti, ko'z tegmasin deb hozirgacha aytadi. Xudoga shukr, ko'z tegmasin do'stligimizga. Yana nima endi shu og'ir kunlarda do'st bilinadi-da. Yengil kunda, masalan, to'y hashcharda, ma'rakada, boshqada Yaxshi kunda hamma bor deydi. Hamma bor. Bular Xudoga shukr, yaxshi kunda ham, yomon kunda ham yonimda. Keyin qizig'i yotaman, endi kulish mumkin emas-da. Endi zarb yegan odamga mana bir Og'riydi. Og'riydi-ku. Bular kelar kuldiradi-da meni. Deyman, sizlar nima meni atilib qilyapsiz? Doktor aytgan ekan, endi sharp puflab ishirish kerak ekan. Yo sharp puflab ishiring, yo buni kuldiringlar. Yarochi o'pka harakat qilish kerak, qisilib qolmaslik kerak deydi ekan. Og'riydi-yu, lekin kulish kerak. Bular keladi ertadan kechgacha meni kuldiradi-da. Ket deyman, yo'qol hammang deyman, kerak emas birontang, o'zim nima qilaman deyman. Anvar chetdan telefon qiladi. Shuni ko'taraman, kulishni boshlaydi. Endi biz ko'proq kulib yuramiz. Safarda bo'lganda. Shuni telefonda o'chiraman. Ovozli jo'nataman. Jo'ra, sen faqat SMS yoz, ovozli ham jo'natma, eshitmayman deyman. U ham nimanidir kulgili narsani aytib, jo'ram shu kulsin, ana qilsin deb harakat qiladi. Yonboshida yotgan odam hayron. Bu jo'ralar yo jo'rami, dushmanmi? Buni qiynaydi deydi-ku, yana keyin aytadi, sharpar puflar deydi. O'pkangiz harakat qilishga u kishi ham bizga o'xshagan yotadi. U sharp puflab yotadi. Qiyinda og'riq bo'lardi, lekin jo'ralarim har doim biz har qanday muammoni iloji boricha kulib hal qilamiz. Masalan, o'zimizning o'rtamizda ham qaysi birimizdir xato ketamiz-ku. Masalan, men bir qandaydir xatoni qilsam yoki Alisher yoki Anvar xatoni qilsa, chatda kelib, ikki kishi shuni yoqasidan olib, "Sen mana buni xato qilding. Sen aybdorsan" deyish yo'q. O'tirib, chiroyli qilib, masalan, oddiy misol qilib aytadigan bo'lsa, kim bilandir noto'g'ri gaplashib qo'ydi. Kimgadir bir sal munosabatda guruhroq. Bizda asosan biz munosabatlar ustida ko'proq ishlaymiz. Odamlar bilan chiroyliroq munosabat qilaylik. Endi ko'p odamlar ustalar, ular qo'limizda ishlaydi, mijozlar keladi. Asosan kunimiz odamlar qanchalik charchasak ham yoki gaplashmadi. Haqiqatan asabing tarang bo'lsa, mayli gaplashmaylik. Shu odamga akajon ertaga gaplashaylik deylik. deb bir yomon gapirib qo'ysa yo qo'pollik qilsa, o'tiramizda-ni. Bu yoq kibr bu yoq deb qo'yamiz keyin. Uslub yengil tushuntirishda. Bu yoq o'sha ancha kibr bo'lib qopti deb qilamiz. Kuchaygan. deb qo'y. Nima qildim? Ya, sizni oldingizga yaqinlashib bo'lmay qoldi. Sizni oldingizga borsa, nariyoqqa o'tir deb berar ekansiz odamlarga. O'sha u birdan miyada o'ylayveramiz. Kimga noto'g'ri gapirib qo'ydim? Kimga nima qilib qo'ydim yoki masalan shunaqa temalarda birovni urishib qo'ysa yo birovni masalan haqqini, pulini, hisob kitobini kechiktirgan bo'lsa, kulib boshlaymiz. Bu yoq yaqinda millioner bo'ladi. Ana ancha ko'pchilik pul bermayotgan degan. Ustalardan ancha ujmani daromadga o'tibsiz, xudo xohlasa, yaxshi bo'lyaptimi tushum deb qo'ygan. Qanaqa tushum deb ustalar pul yig'ib yurgan ekan senga, qiynalib qolibdi deb shunaqa hazil-huzul bilan u birdan o'ylaydi. Biz unga aytmaymiz, sen mana bu kelib sen ustingdan bunaqa jalbi qildi deb aytmaymiz. U ketdi o'zi. Shu bilan qaysi birimiz bo'lsak ham o'yla.
nima qildim men, kimni pulini haqqini bermabman yoki kimga yomon gapirib qo'yibman yoki qaysidir bir ishchini nohaq koyib qo'yibman yo yoshi katta odamga to'g'ri muomala qilmabman yo salom bermabman degan narsa harakat qiladi. Keyin o'ylaydi, nima tema bo'lsa shunga o'ylab sintez qilib yuraveradi. Bir kun, ikki kundan keyin yana bir gap ochilganda, "Jo'rajon, unday qilma. Bu kuni falonchi akani qattiq xafa qilding." Masalan, seni o'zing agar shu gapni aytsa, sen o'zing ko'tara olmaysan. Chunki sen undan ko'ra sal hozir sostoyaniying yaxshi-da, lekin vaqtida sen bilan menga ham shu o'rnaqa gapirgan payti bir jahlimiz chiqib ko'nglimizda qolib ketgan, shunaqa narsa qilmaylik jo'ra deb har doim Keyin sekin yengillar. keyin yana bitta narsa bu do'stlikda bizada shunaqada avvalo hammamizda ham ota-onamiz, aka-ukamiz, yaqinlarimizga masalan biz haqimizda yomon gap kelishini xohlamaymiz. Endi bu alohida mavzu. Endi bu prosta uchta jo'ralarimiz haqida gapni aytyapman. Birovni gapdak masalan pulini vaqtida bera olmay qolasizki, mana bugunga va'da qiluvdi, sizga va'da qilgan odam olib kelmay qoldi. Aka, ertadan beray, bir 2 kun sabr qiling, vaqt bering. Deb mana shu 2 kunning ichida biz o'ylaymiz, masalan men o'zim yaqinda Alisher bilan shu narsani gaplashsam, unda ham shunaqa ekan. Men jo'ra deyapman ki biron joyga mana shu pulni vaqtida bermadi deb biron kimga jalbi qilishdan ko'ra sen 2 kunga aytishdan qo'rqaman deyman-da. Ya ana shikoyat qilib kelishdi. Otabek jo'rang pulimni bermadi-da, va'da qiluvdi falonchi kuni men pulimni bermadi deyishidan qo'rqaman. Chunki 2 kun men yeb qo'yasan. Nega buni pulini vaqtida bermaysan? Nega bermading? Yoki kimdir meni ustimdan jalbi qilib senlarga kelishdan qo'rqaman. Endi ota-ona u alohida mavzu. U jiddiy o'ta. U endi u shu bo'lmaydi. Ana shu sizlar oldilariga kelib qolishdan men qo'rqaman deyman-da. Chunki sizlar men yeysizlar. Nima sen shunaqa bo'lib ketdingmi? Boshqa to'g'ri yordam qilasizlar. Nega masalan o'shani xo'p, problemang bor ekan, puling yo'q, nima mendan so'ramading? Ha xo'p, erta beraman, pulim bor, keladigan. Endi shuni sendan olib turishim shartmi? Lutchi o'ziga tushuntirdim-da deb aytib chiqib ketishingiz mumkin. Lekin biz qo'rqamizki, bizni haqimizda negativ narsa, bir yomon birinchi do'stlarimizga kelmasin. Bular ko'tara olmaydi-da, bular qo'ymaydi. Bunaqa narsani siz unga yo'q, aslida bunaqa edi tushuntirganingizcha, ular sizdan xafa bo'lib qolishidan biz qo'rqamiz. Ertaga bir kun, bu o'zidan ketdi, bu quturib ketdi, bu avliyo bo'lib ketdi degan gaplar bizni oramizga tushmasligini xohlaymiz-da. Shuning uchun har doim bilamiz, chunki boya aytganimda edi, ishda bilamiz. Nima muammo bor? Uchamiz bir-birimizni to'liqda 100% bilamiz. Ishda hammasi joyida, hamma hisob-kitoblarimiz vaqtida ketyapti. Nimadir muammo. Kimdir asabni buzsa, odamdan tushkun holatga tushib qoladi, boshqa qiladi. Bu problemada ham avval bular bilan maslahatlashamiz. Biz o'tirib jo'ra, mana bunday, mana bu kishi meni mana bunaqa qilib aldadi. Nima qilay? Ofisiga borib to'polon qilaymi? Yo'q jo'ra, to'polon qilma. Agar boshqa odam bo'lsa, sen nima haqing berib qo'yasanmi? Bor yoqasidan ushla, bor militsiyaga bor, yozib ber. Bir kunini ko'rsatib qo'ysin. Yo'q, bu aytak, jo'ra qo'y. Nima bermayaptimi? Yo'q, nima deyapti? Hay, bir hafta deb mana 3 oydan beri cho'zib yuribdi desam, aytadi-da, jo'ra qo'y. Mayli, bermasa shu bilan zo'r bo'lib ketmaydik. Senga hozir shu pul kerakmi? Biron narsaga aniq va'da qilib qo'yuvdingmi? Ha, yo'q, birovga va'da qilib qo'ydim. Hay bo'lmasa, men biz berib turaylik shuni. Sen joyiga qo'yib qo'yasan yoki bor, ana kassadan olib ishlatib tur. Keyin joyiga qo'yib qo'yasan. Unga lekin deydi, bizda shunaqa taktika. Bir narsa qo'lingdan ketgan narsani borib qaytarib olaman o'zimga deb obro'yingni tushirib qo'yma. U baribir senga obro'y olib kelmaydi, qaytarib olgan taqdiringda. Talab olib kelgandan deng, haqqim talab. Chunki ofisiga borib palonchani men pulimni ber deb janjal qilib yoki biron pul emas, nima bo'lsa hamda ber deb siz so'raysiz. Masalan, 5 kishi o'tiribdi. Siz bilasiz, shu 5 kishining ichida mana bu nohaqligini. Lekin u sizni masalan haqqingizni berib yorgandan keyin siz ketsangiz qolgan 4 kishiga bu haq edi, haqiqatan buni men 1 oydan beri aldab yurdim demaydi. Toza bezasi chiqaradi deb. Hozir bo'lmag'ir past bola ekanda, qara shu arzimagan narsani ofisimgacha izlab keldi. Sizlar Allohing deb shuni gapirib deb. Sizlar Allohing deb shuni gapirib, o'g'il bola odam o'zini chekkaga chaqirib aytmaysanmi? O'zini chekkaga chaqirib aytsangiz aytadiki, ko'nmagan ish betar. Buni o'zini anons toza emas-da, bo'lmasa hammani oldida aytardi, ataylab chekkaga o'tib aytdi degan narsa bo'ladi-da. Shuning uchun biz orqasini quvmaymiz iloji boricha. Mayli, maslahatda avvalo uchimiz o'tirib maslahatlashamiz. Imkoni bo'lsa, olishni boshqa variantlar bo'lsa ko'ramiz, lekin hech qachon orqasini quvib qo'ldan ketgan narsani izlamaslikka harakat qilamiz. Bemaslahat bir-birimizdan ish qilib qo'yishdan ham ko'proq aniq qilamiz. Bular ikkovi bo'lmasa yomon qiyin-da menga. Qaror qabul qilish. Qaror qabul qilish qiyin. Shunchalik o'rganib qolganda men. Qaror qabul qilish qiyin. Telefon qilaman, gaplasha olasanmi? Ha.
shunday vaziyatda nima qilsa bo'ladi, nima deysan? Yoki bunisiga sen qachon kelasan? Ha, shu vaqtda o'tirib bir og'iz gaplashib olsangiz, mayli boyagi narsa bo'lmay qolsa ham, bularni bergan maslahatimni bo'lmay qolsa ham ichingiz kuymaydi. Agar o'zingiz qilib qo'yib bo'lmay qolsa, shuni jo'ralarni maslahat qilmadim-da, bular ham keyin shuni bemaslahat ish qilib qo'yibsan-da demasin deb, Xudoga shukr, maslahatlarimizni bir-birimizga berib yoki men ulardan olgan maslahatimdan hali pand yegan joyim yo'q. Shunaqa ko'p narsani o'rgandik bir-birimizdan. Hech bir kamchilik bo'lgan yo'q. Bu do'stlik shu bo'lsa kerak-da. Bizlar jo'ralarimiz ko'p. Avval ham aytganman, Xudoyim do'stlardan meni xo'p siylagan. Menday unaqa do'stlar hammada ham yo'q, rosti, qiyin. Bu narsani saqlash uchun boyagi aytgandek ishonch, avvalo shunday. Yaqinda bitta ukamizga aytdim-da, aka deyapti, shu zo'r daslar jo'rachiliklaring ko'z tegmasin. Hech deydi menga yaxshi do'st tushmaydi-da deydi. Faqat ana qiladi, unday chiqib qoladi, bunday chiqib qoladi deydi. Men aytdim-da, sen do'stni dedim, tanlab ilojing yo'q seni jo'ra. Sen do'st tanlab ola olmaysan. Bu bozor emaski, kirib mana bunisi menga to'g'ri keladi, mana bunisi menga razmerim emas deydigan narsa emas bu. Buni Xudo beradi. Sen ham harakat qil, shular bilan yaxshi do'st bo'lishga. Lekin bitta narsa, avvalo ota-onasining duosini olgan bola bilan do'st bo'l. Ota-onasining duosini olmagan bola hech qachon senga do'stlik qilmaydi. deb aytaman. Ha, aka, to'g'ri. deb ana qiladi. O'zing ham shunga munosib bo'l. Siz har doim odamzod shuku, mana hech qachon bizga munosib bo'lmaydi. Faqat biz aybdor bo'lmaymiz. Narigi taraf, ayb u tarafda. Biz har doim haligi anavda nima deydi, biz beayb odammiz-da. Shundaki ular bizga to'g'ri kelmay qoladi-da. Ana bilan Alshir bilan ham bir kun bir narsani hazil qildik. Bir kishi haqida katta g'iybatcha bo'lib qoldi-da. Keyin kulib ana qildik. Jo'ra shuda dedim-da. Hamma dedim, qaniydi bizga o'xshab beayb, haligi benuqson, xarakteri idealniy odam bo'lsa ekan, dunyoda yomon odam qolmasdi deb ana qilsa, u ham Alshir ham kulyapti-da. O'zi haqiqatan ham jo'ra eng dunyodagi haligi hazilga aytyapsiz, eng dunyodagi xarakteri idealniy odamlar shu bizlar. Qolganlar bo'lmaydi xarakteri. G'iybat qilib o'tirganlaringiz bir-birlaringizni tergayapsizlar endi. Ikkovlar ikkita yaqin do'st gaplashib turib g'iybat qilib o'tirganiga bir-biriga kesatib. Endi o'zi to'xtatish kerak deyman. O'zi bilan haddan oshirardik keyin. O'zi rostdan ham ular hamma ham bizga o'xshagan idealniy xarakterdagi odam emas-da. Agar qaniydi shular ham bizga o'xshab idealniy bir xarakterda, aybi bo'lmay, xarakteri chotki bo'lganda, hozir mana shunaqa bo'lmasdi. G'iybat qilib o'tirmasdik. Shunday kulamiz. Biz hamma temani iloji boricha hazil bilan yopamiz-da. To'g'rilab ketishda. Ha, jo'ra to'xta, g'iybat qilardik deb qanday yoki jo'rani bir izza qilib qo'yib, yo ana qilib qo'yishdan ko'ra bu variant yaxshiroq deb o'ylaymiz-da. Shuning uchun har doim kulgi, hazil yo'li bilan hal qilishga harakat qilamiz. Qiz ichi bo'lgansizlar sizlar. Usti o'shadan bo'lsangiz, ha, biz qiz ichi bo'lganmiz. Usti o'shandan qolgan. Shu yergacha ko'rayotganlarga katta rahmat aytaman. Foydali bo'layotgan uchungina shu yergacha yetib kelgansiz. Shu uchun sizlarga bitta sovg'a unaqa hozir o'ylab topdik. 40 tashlangan joyida gaplashib oldik. Xo'p, 3 kishiga Xudo xolasa kommentariyada mana shu hozir podkast ko'rib kelyapsiz. Nima insight olyapsiz, shuni batafsil yozing. Otabek akani o'zi o'qiydi-da, 3 kishiga Xudo xolasa $100 tashlab beramiz. Mana shu kimlar shu kommentariy 3 kishi tanlab oldilar, $100 tashlab beradi va bosh yana bir kishi, ya'ni 4-sovg'a bo'ladi. Bu bosh sovg'a bo'ladi. Otabek aka bilan birga ujin qilinadi va konsultatsiya beradi sizga. Ya'ni nima sizda savol qiziqtirib turibdi? Biznesga doirmi, o'sha insonlar bilan munosabatga doirmi, nima savolingiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha bitta ujinda o'zi mehmon qilib beryapti. Samarqandda bo'ladi faqat bu. Alohida yana podarka bilan. Ha, yana alohida podarkasi ham bor. Bu bosh sovrin. 4 kishini tanlab olyapmiz shunda Xudo xolasa. Demak, 3 ta kommentariyaga $100 tashlab beriladi. Kelsangiz qo'lingizga beriladi, bo'lmasa kartangizga tashlab beriladi. Lekin kimga tashlab berganimiz haqqoniy bo'ladi. Bu nima deydi, bizga kerak emas birovda haqqi va'da qilindi. Boya aytganda bitta bosh sovrin, bitta sizga maxsus sovg'a bilan bitta ujin, konsultatsiya bepul. Xudo xolasa shunaqa. Ish uchun kommentariy olingizlar. Xo'p. Hozirgacha suhbatlashib kelib turib, menday bo'layotgan bitta xulosa shu bo'layapti. Qarshimda o'tirgan odam o'zi 12 yil ijara 9 ta kvartirada ko'chib yurib, o'zi uchun uyli bo'lish xohishi bilan yurib hozir bir necha mingta insonga uy qurib berayotgan quruvchi.
zo'r anaqa menga anaqa bo'ldi hozir qiziq umumiy shu videoni mana shu inson kim desak shunaqa nomlagan bo'lardim. Boshidan o'tgan tabib deganda. Boshdan o'tganda qarshimizda o'tirgan odam o'zi 12 yil ijara 9 ta kvartirada ko'chib yashab yurib, o'zim uyli bo'lay deb harakat qilib, ana endi o'zi uyli bo'lib, bir necha minglab insonlarga uy qurib berayotgan quruvchi qarshimizda. Otabekka ergashib, yoshi 34 da, ya'ni 91-yilda tug'ilgan. Mana shu yerda kelib tanishtiryapman endi oxirida. Qurilishda qaysi jihatlari sizga yoqadiki, og'riqli, stressli jihatlari nima? Qiyin jihat qurilishda va maza qiladigan joylaringiz qayerda? Endi faqat pul uchun ishlayotganlikda o'zi buncha katta proyektlarni bunaqa stresslar zimmaga olishga arzimaydi deb o'ylayman. Albatta, yaxshi daromadliligi ham sohada, lekin maza qilayotgan narsalarni sanab bering, yoqmaydigan jihatlar. Endi maza qiladigan jihatimiz odam bu ham bir san'at asaridagi gapda, mana nima deydi? San'at asari degan rassom rasm chizadi, rasm chizib bo'lgandan keyin maza qiladi-ku. Qurilishda ham bitta narsani qurilishini boshlaysan, qup-quruq yer, siz shu yerga keldingiz-ku, siz sababli shu yerda chiroyli bir obod bo'ldi. Erta bir umr bu qurilishda siz qurgan binolar uzoq yil turadigan narsa-da, xudo xolasa. Uzoq yil turgan har oldidan o'tgan vaqtingizda shu binoni qurilishida o'zingizning hissangiz borligini, siz haligi eskida aytgandek bosh me'morni, mana tarixiy obidalarga borsangiz, Samarqandda qurilish haqida obyekt beriladi-yu, bosh me'mori kim bo'lganini yozib qo'yiladi-da. Qarang, tarixda qolyapti-da. Shu joyda ham masalan Samarqandda bir yangi binoni yoki Toshkentda yangi binoni ko'rsangiz, birinchi binoni chiroyli chiqqanligiga qaraysiz, u ikkinchi uni kim qurgan? Kim qurganligi haqida masalan fikr menda o'tadi yoki men kasbimdan kelib chiqib shundaymi, kim qurganligi haqida qiziqish bo'ladi. Keyin kimni duo qilasiz? Qurgan odamni. Va orzulari bu kunni ertalab boshlab kechqurun bitib qoladigan narsa. Uning uchun yillab mehnat qilasizki, 1 yil, 2 yil mehnat qilib bitirganingizdan keyin Xotiralar qoladi. Xotiralar qoladi. Borib ko'rasiz, shu yerda odamlar kirib chiqib, bolachalar o'ynab, yashab yotganini ko'rib, bir maza qilasiz. Yaxshi daromadli kasb, rosti buni o'roq bunaqa edi deb olib qochgandan foyda yo'q. Men pul uchun ishlamayapman. Men pul uchun, hamma pul uchun ishlaydi. Avvalo daromad, keyin orqasidan masalan shuncha xayrlar bor. Shuncha xayrlar bor. Aytganingizdek, qancha odam ijarada yashab yurib pul yig'ib ola olmaydigan odamlar, yana 1 yil, 2 yil qiynaladi-yu, yana to'lab, boya aytganimdek, ijarachiga emas, o'zini uyiga to'lov qilib, o'zini uylik bo'lib qoladi. Buni ko'rib bir maza qilasiz. Chunki boshingizdan o'tgan og'riqli kunlarni ularda siz o'zingizdan o'tkazib ko'rgansiz. Ular qanaqa sizni qurib bergan uyda yashagan kuni, birinchi kuni kirib yashagandagi maza qilgan vaqti, Nechta odam maza qilyapti. duo qilgan payti uni bir qismini siz uchun ham qiladi. U uyga kelgan ota-onasi qancha duo qiladi, bolam yaxshi joydan yopsan deb. Shunday. Endi og'riqlik nuqtasi hamma kasbda ham, hamma ishda ham o'ziga yarasha qiyinchilik, murakkabchiligi bor. Og'riqlik nuqtasi juda mas'uliyatli ish. Bu yerda xato qilishga haqqingiz yo'q. Boyagi biz o'zimiz hazil uchun, ana uchun aytib yuramiz. Doktor xato qilishi mumkin. Hamma ham xato, doktor xato qilishi mumkin. Xato qilsa bir kishiga jabr bo'ladi. Bir kishi o'lishi mumkin. Quruvchi xato qilishga, xato qilmaslikka majbur. U xato qilishi mumkin emas. Boyagi aytganingizdek, uni xatosi ko'p kishiga jabr bo'lib ketadi. O'shani mas'uliyatini bo'yningizga olganingizdan keyin kecha kunduzda bormi, obyektga bormasangiz ham ko'nglingizdagi halovat doim yo'qolib turadi. Chunki qani ular nima qilyapti ekan men yo'q paytim. Ba'zi dukkillab turadi. Yurak dukkillab turadi. Mana yaqinda buncha zilzilalar o'tdi. Samarqandda ham, hamma joyda o'zimizda ham katta zilzila bo'ldi-ku. Siz o'ylaysiz, shu kuni biz uxladikmi? Biz uxlaganimiz yo'q. Biz shuni zilzila bo'ldi, hamma uyi bilan, bola chaqasi bilan bo'lib yotgan payt biz shuni chiqib obyektga ketdik o'xshab. Obyekt quchoqlab turibmiz deydi. Nima bo'ldi ekan? Bizni qurgan obyektlarimiz zilzilaga qanday turib berdi ekan deb. Bordik, ko'rdik, Xudoga shukr, yuzimiz yorug' o'tdi. Biron joydan bir muammo bo'lmadi. O'sha payti bilasizmi? Borsak hamma odamlar o'sha ko'chaga chiqib ketgan-ku. Shular aytayapti, shuni bizni ko'rdi-yu, xabar olishga keldilaringmi deyapti-yu. Baraka topinglar deyapti. O'ylaganlaring uchun deb. Mana qara, mana bizni o'yladilaring deyapti. Deyapti, qurgan uylaringdan mana biz qo'rquvdik. Bu yangi uylar qanaqa bo'lar ekan deyapti. Xudoga shukr, hech narsa qilmadi. Xuddali aytganda, sizlar bugun imtihondan o'tdilaring deganda, xalqni o'zi imtihonidan o'tkazib bahomizni qo'yib berardi. Og'riqli nuqtalar mana shunaqa paytlarda bir qo'rqasiz-ku, lekin hammasini boyagida yaxshilikka olib ketadi.
uyda sifatli qurilishi, ya'ni aytilgan standartlar bo'yicha qurilayotganligining mas'uliyati bitta katta og'ir bo'lsa, ikkinchisi vaqtni reja bo'yicha qurilayotganligi hamda har oy qiynalib odamlar aytaylik, birov Rossiyada ishlab turib pul topib kelib to'layapti, birov aytaylik oson to'lamayapti-da, oddiy xalq yashash uchun uy olayotgan xalq ortayotgan pulga olib olmaydi. Aksari qiynalib to'laydi. Endi rejadan sal orqada qolsa ham ular kim menga bir narsa deydimikan deb u ham bitta ularga masalan oxirida bitta obyektiv misol snos masalasi bo'yicha orqada qoldi. Iloji boricha o'sha mijozlarimizga kelgan vaqti men o'zim harakat qilaman vaziyat tushuntirishga. Xudo xolasa aytilgan vaqtga topshirib beramiz. Sal kechikdi snos masalasi bo'yicha deb tushuntirib aytamiz. Boya aytganingizdek, u odamlarning halovatini yo'qolishi siz uchun og'ir-da. Chunki ular qo'rqadi-da, bu qurmay ketib qolsa nima bo'ladi? Ko'p-ku. Keyin boyaga aytganingizdek negativlar. O'zi u sizdan umrida uy olmagan. U bilmaydi ham, sizni ko'rmagan ham. Prosta kirdi, bitta quruvchi nimadir gapirib turibdi, shunday kommentariy kiradani bu vaqtida topshirmaydi deb yozib yuboradi. Bu ham mashinik. Bu ham ana mashiniklar bittasi deb yozib yuboradi. Uji boyagi sizni gapirib turgan gapingiz bir chekada qolib ketadi, hamma kommentariyada boyagi akani gapiga ergashib ketadi-da. Bu ko'rmay, bilmay turib yozgan odam ancha shu payt qattiq odamga asabingiz chiqadi, nerv chiqiladi. Bu nima deyapti? Kirsangiz umuman na rasmi bor, na videosi bor, kimligini ham topib bo'lmaydi. Shunga o'xshash bitta ikkitasini biz boshda Anvar aka bilan ish boshlagan paytimizda topib ana qildik-ku. U bizdan uy olmagan bo'lib chiqdi. Shunday. Uy olgani bir insonning tanishi bo'lib, kech qolayotganligi asossiz bo'lib chiqdi. Shunday. Birov aytadi, men deydi, to'lab bo'lgan kadastr chiqaman deganiga 2 yil bo'ldi, hali chiqqani yo'q degan. Mana shunaqa kommentariylar bo'ldi-da. Biz izlab topdik-ku. Aytganingizdek, o'rinsiz bo'lib chiqdi. Faqat eng qizig'i, u siz isbotlaysiz, u odam yomon gapirgan, lekin mana shuncha odam endi unga qizig'i yo'q. Shuncha odam ishonib qo'ydi qoldi unga, ha shunaqa ekanda deb. Lekin bunday olib qarang-da, aslida sizni uy olgan odam, siz uni majburlab olib kelib uy sotmagansiz. U sizga ishongani uchun kelib olgan. U yozmaydi u negativni. Chunki ishonmasa pulini qaytarib oladi, ketadi. U sizni Instagramingizga yo Telegramingizga kirib yoki YouTube'ga kirib siz haqingizda negativ yozgandan unga foyda yo'q. U ishonmadimi? Shunday boradi, aka, men shartnomani bekor qilib pulimni qaytarib ber deydi. Yoki umuman kelmaydi. Uy olgan odamlardan unaqa narsa chiqmaydi. Olmagan boyagidek bekorchi u shundan mazza qiladi-da. Negativ bitta yozdi, tamom. Boya aytganimdek, agar sizga ishonmasa olmaydi. Uy oldimi, u odam sizga ishongan. Men o'ylayman shunaqa. Shunaqa zamonda yashayapmiz-da hozir. O'zingiz ham aytganda guvoh bo'ldingiz-ku, boshida chaqirib keldik, olmagan. Uy olmagan ekan. Men birovdan eshitdim, shunaqa deb aytdi, deyapti. Anaqa negativ yozish ham oson, yaxshi narsa yozish ham oson-da hozir. Endi baribir siqilma degan qo'shiq nimaga trend tushgani o'sha gap. Odamlar negativ ko'p, hayotga nisbatan, insonlarga nisbatan bugun ancha asabiy yashayapmiz. Shuning uchun kommentariy tekin bo'lsa. Otabek aka qurilgan loyihalarni aylanib yurganda, yo men yozdik, menda hech kim anaqa to'lamasa, javobgarligim bo'lmasa yozaveraman-da. Bu ham yana bitta mashina quruvchi bo'lsa, deb qo'yaveramanda. Hali ertalab xotinim bilan urushib qolganining anaqasini alamini kommentariyda olib bo'ldi. Shunday. Shunaqa zamonda uni orqasidan qancha odamga zarar yetkazayotganini o'ylab ham ko'rmaymiz. Shunday. Qancha odam halovatini yo'qotadi, uy olganlar rostdan ham bu mashinik bo'lsa-chi degan o'y ham kelib qoladi-da. Xudoga shukrki, hozir bizdagi yutuq, Anvar akada sizdagi yutuq mediaga chiqib, haqiqatan qilayotgan ishlaringizni ko'rsatib, mijozlaringiz fikrini ko'rsatib, ya'ni o'zingizni bir qabilangiz borligini, sizga ishongan insonlar borligini ko'rsatganingiz bo'lmasa, yebdi ana qilib tashlaydi ana shunday qiyin. Negativlar bilan. Hozir masalan bitta ham negativ yozib qolsa men ko'raman kommentariyda. Yuksalish qurilgan uylar haqida masalan. Aytaveribsam-da, hamma joyga ketyapti. Yo'q deb o'zimizni uy olganlar qo'shilib anaqa ketadi. Shunda odam mazza qiladi. O'zimizni haligi mijozlarni haqiqiy munosabatini yozganini ko'rib. Shunday. Otabekka 1-millioningizni necha yoshingizda topgansiz? 1-millionni dollarda. Dollarda shu 30-31 yoshlarda-da. Endi naqd kistada emas, оборотda. Ya'ni sizda kapitalni hisoblaganda 1 million dollar chiqqan 30-31 yosh oralig'ida. Shunday. Men bunaqa gapni eshitganman-da. 1-million topish qiyinroq, 10larda 10 million, 100 million, ya'ni 1-milliongacha qiyin, keyin qolgan oson bo'ladi deb eshitganman. Qanchalik haqiqat bu sizning misolingizda? Endi mehnat qilib davom etgan odamga shunday bo'lishi mumkin. Endi boyagidek kasbdan kelib chiqib aytaydiganda, masalan, dom qurishda odamlar o'ylaydi, katlavanda ko'p vaqt ishlab qolamizda, 3 oy, 4 oy, 6 oygacha bir xil katlavanda. U binoning asosida uni shunchaki chiqib ketib bo'lmaydi. Lekin katlavandan chiqib olganingizdan keyin ish birdan tezlashadi. Chunki aniq shablon bor,
bir xil tipovoy proyekt, hamma masalan 10 etaj bo'lsa 10 etaj ham bir xil etajda. Qolgan tezkor fundament qismi ko'p vaqt oladi. Fundament qismi chuqur kavlanishi mumkin, ko'p resurs ketadi yoqqa. kavlaysiz, uni qaytadan yana trambovka qilasiz, Tekshirib ko'rasiz, to'g'rimi? tekshirib ko'rasiz, uni ukatga qilib, uni juda ham pishiq qilmasangiz, bu yog'ini ustiga 1000 tilladan qurganingiz bilan u cho'kadi, domalab tushadi. Agar tushunarli bo'layotgan bo'lsa. Boyagi 1-million ham mustahkam ana uni ustiga keladi-ku, chunki yiqilib, qoqilib, surilib biznes tadbirkorlik qilaman degan paytingiz 1-millionga kelgan paytingiz o'zingiz bilasiz, o'zi bo'lmadi. O'shangacha bo'lgan ancha maktabdan o'tib qo'ygan bo'lasiz. Qolgani shablon ketaveradi. Qolgani o'zi xudo xolasa bu yog'i xudo aqldan ayirmasa shablon bo'lib ketaveradi. Zo'r. Hozir 34 yoshdasiz. Taxminiy sizdagi bugungi kapital qancha? Kapital qo'yaveramiz agar. kapital deydi. Raqam bilan pastga yozib yuboraman. Nega birdan gapirasiz? Ovozingizni qo'ymaymiz, aytavering deb. Xudo xolasa 10 milliondan ziyod chiqadi. O'shaning uchun ham hozir aytyapsiz, birinchi 1 million qiyin bo'ldi. Birdan keyin 10 ga chiqishga nisbatan, ha? Shunday. Zo'r. Bo'lmasam 10 barobar ko'p pul keyin topilyapti, lekin birinchi 1 million dollar qiyin. Shunday. Zo'r, tushunadi. Zo'r motivatsiya bo'lyapti bu menga ham, xudo xolasa, ko'rib turganlarga ham. O'sha katlavandan chiqib olaylik, fundamentdan chiqib olaylik, qolgan oson ketadi, o'g'aylar. Katlavanni mustahkam pishiq qilish kerak, keyin oson ketadi. Zo'r. Xo'p. Muvaffaqiyatda sizni misolingizdagi eng muhim 5 ta faktor. Muvaffaqiyatni eng muhim 5 ta fakti, birinchisi sabr. Sabr. Sabr qilgan odam yetar ekan. Hali xudo xolasa, hali sabrdamiz. O'sha bir nimaga yetdik, isbot qildik demoqchi emasman bu gap bilan, sabrdamiz hali. Xudoga shukr, shunchasiga ham sabr bilan. Bu qo'limizda boyagi aytganingizdek, hech kim qo'limizga, qo'ltig'imizga bir pachka pulni qistirib chiqarib yormagan, mana biznesni qil deb sabr qilib, boyagi uy masalasi ham hammasi sabrni ustida bo'lyapti. Ikkinchisi qiyinchiliklar. Qiyinchiliklardan qo'rqmasa, o'ziga ishonsa, xudo xolasa muvaffaqiyatga erishib ketilaveradi. Endi bu umumiy ma'noda aytyapman-da, avvalo Xudo berish kerak hammasini. Endi o'pcha aytganda Xudo berish kerak. Sabablarni Xudo berish kerak. Boyagida ota-onani, xalqning duosini olish kerak. Bu boyagi 5 ta sababdan oldingi oliysi, to'pda turgani. Bu yog'ini tajribadan kelib chiqib sabr. Ikkinchisi qiyinchilik, albatta. Qiyinchiliklar bu maktabda. Qiyinchilikning orqasida faqat yaxshilik bo'ladi, men o'ylashim. Sayqallaydi odamda. Odam sayqallaydi. Boyagida sabr qilib qiyinchilikka chidagan odam o'sib boraveradi-da. Uchinchisi endi ketma-ketlik emas, o'pshi ma'noda aytayapman. Keyin ishonch. Eng asosiysi ota-onani ishonchi. Agar ota-onangiz ishonmay, qandaydir bir nuqtada bir shubhalanib tursa ham borku, qiyin. Xuddi bir kishi mana bu yelkangizdan, yoqangizdan tortib turgandayda, baribir ming harakat qilasiz, razgom ola olmay qolasiz-da. Ota-onangiz chin dildan ishonsa, hammasi bo'ladi. Yaxshi bilim, yaxshi ustozni qo'lidan tutish. Albatta bu odamning o'sishda, rivojlanishida ustoz kerak. Ustoz ko'rmagan shogird degan gap bor-ku, bekorga emas-da. Ustoz ko'rmagan odamdan qiyin. Ustoz baribir hammasini odamni boyagida nazorat qilib turish kerak-da kimdir. Ota-onadan tashqari ustoz kerak. Yaxshi ustozlar bilan ishlash kerak, yaxshi ustozlar duosini olish kerak. Yana nima deyish mumkin? Doktorni qanaqa? Duh birinchi o'chirtda kerak. Duhni boyagi aytdim-ku, ota-ona beradi-da. Ishondim, bolam bosdi. Bos desa o'zi duhni o'zi keladi. Demak, men bos ekanman. Qo'limdan kelmasa ham meni uydagilarim, dadam xafa bo'lib qolmas ekan. deb duh glavni hammasida duh kerak. Sabr qilishda ham duh bilan sabr qilish kerak. Chunki ishonchga ham duh kerak-da baribir. Shuning uchun hammasi birlashib zo'r. Xudo berish kerak-da. Keyingi blitz savol deydimi anaqada? Baxt siz uchun nima? Baxt men uchun juda chuqur savolda bu. Baxt siz uchun. Baxt hamma narsa. Tinchlik, xotirjamlik. Bitta so'z bilan aytish kerak emasmi? Yo'q, bemalol chuqurlashaveramiz. Tinchlik, xotirjamlik, oilangizdagi halovat bu baxt. Ota-onangiz sizdan roziligi,
bu baxt. Avvalo Allohning roziligini olish eng katta baxt. Shu siz haqingizda otangiz, onangiz qanday bo'lishingizni orzu niyat qilgan bo'lsa, значит shuni ko'ryaptimi sizda? O'sha qilgan mehnatlarning mevasini ko'ryaptimi? Demak, baxtlisizda. Qolgani hammasi yo'l-yo'lakka bo'lib ketaveradigan narsalar. Otabek aka, qashqadaryoliklar haqida bir kondit qilgan ekansiz. Bilmayman, 2 millionmi, 3 millionmi prasмотр bo'lib ketib qoldi. Siz Qashqadaryoda qurilish qilayotganingiz uchun ularga xushomad ma'nosida kondit qilganmisiz yo rostdan ham bir narsa ko'rdingizmi ularda? Yo'q. O'sha narsa kommentariyada ham ko'p odam yozdi shuni. Bu Qashqadaryoga endi nima bo'lsa ham podxod qilib uylarni sotish kerak deb. Yo'q, unaqa kontent qilish o'zi maqsadim ham bo'lmagan. Tim bo'li bu narsa ro'za oyida bo'ldi. Buni yolg'on gapirib, kimgadir nimadir podxod o'zi bilinib qoladi. Agar podxod uchun bo'lganda buncha prasмотр ham bo'lmasdi menimcha-da. Bu xalq shunaqaki, shu samimiyligini hurmat qildim-da. To'g'rilandingiz. Bular borki, endi bir xalq haqida fikr bildirish-ku meni hali anonim emas. Shunaqa ekanki, rost bo'lsa rost deb aytib ketadi betizga. Siz noto'g'rimi? Shuni yuzga aytib ketadi. Bu aldayapsan, noto'g'ri deb-da. Shunaqa samimiy, keyin aytsa yurakdan aytadi. Mehmon, mana qarang, birinchi bitta yana bitta voqea aytib beray shuni. Sizga bir anavda bu yana ofisni ochish uchun joy izladik, bordik, bitta joyni topdik. Ofisni bo'ldi, ertadan remont qilamiz deb boshladik. Shuni remont qilishga o'sha ertalab keldim. Yonboshimizda mashina furush akalarimiz bor. Ofisi bor ekan, keldi, mehmon Samarqand mashina turibdi. Mehmon nima qilyapsiz? Shunaqa dom quramiz, nima qilamiz? Nima yordam, samarqandlikligimni bildi, nima yordam, usta, nima kerak bo'lsa biz qilib beramiz, deyapti aka qarang. Abed vaqti bo'lyapti. Shuni ofisdan chiqib, endi hammani qarab o'tiribman ustalarni. Chiqib tursam, shuna bitta mashina kelib to'xtayapti. Boyagi akalar. Mehmon, mashinaga o'tiring. Sizni deyapti, bir joyga tandirga olib boramiz, deyapti. Mehmon qilmoqchi. Hali prosta salomlashdik, Samarqanddanman, u kishilar shu yerda mashina sotadi bilaman. Sizni deyapti, tandirga mehmonga olib bormoqchimiz, deyapti. Akajon, rahmat, ketaveringizlar. Men hali ishlarim bor. Hali xudo xolasa ishlashaveramiz. Unday qilmang, chin dildan aytyapti-da. U narsani borki, xushomat uchunmi? Xushomat uchunmi? Siz bilan yaxshi atmosfera qolish uchunmi? Bir xil joyda bo'ladi-ku. Hamma manfaatni gapirib bo'ladi, ishi o'xshasa, endi yuring bitta choy ichaylik deydi. Agar o'xshamay qolsa, mashinaga o'tirib ketadi, mehmon eslicha bir piyola choy deb qo'yadi-ku. Unaqa emas, hali u odam bilan masalan men uy qurishim, yo'qmi? Kelib oldimga kelyapti-yu, yuring deyapti. Sizni tandirga ular 3 ta jo'ra meni olib ketmoqchi bo'lib, bular qaror qabul qilib kelgan. U narsa masalan meni fikrimga ham, xayolimga ham kelmaydi. Samarqandda o'tirsak bir qashqadaryolik tadbirkor kelib qolsa, xo'p, yordam qilishimiz mumkin, usta topib berishim mumkin. O'sha qilishim, lekin mana bunaqa bilan ikkita jo'ram deb yuringlar, shu yerga mehmon kelgan, olib borib bitta obed olib beraylik, bitta mehmon qilaylik deb aytish endi xayolimga kelishi mumkin, chunki men yoqda ko'rdim-ku. Avval bo'lsa qanday desan, hozir u nima deydi? Men seni tanimasam qayga boraman sen bilan deb aytmaydimi deb gohida bir o'ylab qolasiz. Lekin ular o'ylamaydi. Ular ko'ngilga tugadi, mehmon qilaman. Bo'ldi. Qilmasa indamay ketadi. Agar ko'nglida yo'qmi, sizni mehmon qilish yoki sizni ko'nglingizni olish ko'nglida yo'qmi, shuni indamay ketadi. Aka yaxshi qol deb. Shuning uchun boyagi ko'p odam aytdi, sen dedi kontent uchun qilding dedi. Aytsangiz ko'p gap bo'lib ketadi. Ularni samimiyligini, olijanobligini aytishda, to'g'ri, Samarqandliklar ham, hamma respublikamizda, hamma viloyatimiz mehmon do'st. Lekin Qashqadaryo master klass ko'rsatib qo'yiladi. Любой joyga. Haqiqatan ham mehmon do'stligidan men maza qildim. Boya bitta gap aytdim-ku kuni. Ukamiz Ma'rufjonga. Mana shu postdan dedim, yiqib o'tsam ham, beqib o'tsam ham bir xil menda-da. Qashqadaryoga o'tsangiz masalan o'ylashingiz mumkin, hamma ham uydan chiqqanda, endi bu yerda men tug'ilib o'smaganman-ku, bu yerda bir do'stim bo'lmasa, bir bolalikdan katta bo'lgan anonim bo'lmasa, men begona joyman, bu yerga borib nima erkalik qila olaman men, nima deya olaman, bular qanaqa ekan? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Samarqandga kelib 2 kun Samarqandda qolib ketsam, yo'q, sog'inaman. Eqa borib masalan 1 kun 2 kun yursam, Samarqandni sog'inaman. Shunaqa-da, bir xil joyga bir hafta 10 kun borib kelganingizdan keyin o'sha 1 yil, 2 yildan keyin bir borgingiz keladi-ku. Shunaqa. Ikkita joy fuqarolanyapsiz-da. Bu kun bitta jo'ram bilan hazillashib aytayapman-da, men bemalol bu joyda Qashqadaryolikmisiz desa, yo'q, men Samarqandlikman deb o'tirmayman. Men Qashqadaryolikman deb qo'yaman deyman-da. Qarshi shahrini Qarshida yashaydigan odamlarni yaxshi o'rganyapman. Boya harbiyda o'qiganimizda kursdoshlarimiz bo'lardi. Shular
ishga anonga chiqib qolsa biroz aylanamiz. Aylanib yursak, falon joyga adresni ayt deyman, mashinamiz falon joyda. Shunday borsam, qanday topib kelding? Mana faloncha ko'chadan o'tib keldim desam, sen уже bir oyda qarshini mendan yaxshi bu ko'cha men bilmayman deydi-da. Shu chin dildan yuribmiz o'sha yerda hamma narsasiga o'rganib, boyagi haqiqiy qarshiliklardek bo'lishga harakat qilib, kerak bo'lsa boyagi bir xil joylarini ham borib qiziqib, bu qanaqa joy ekan, kim qurgan ekan, nima qilgan ekan deb qiziqib so'rayman. Yonimizda yurganlar sizga nima qizig'i bor shuni deydi-da. O'zing qayerda tursang o'sha yer tarixini bilishing kerak, an'anasini, madaniyatini bilishimiz kerak-ku deb qo'yaman-da. Shuning uchun bu aytmoqchi bo'lganim bu prosta kontent uchun emas, Qashqadaryoga bir podxod uchun emas, paxta uchun emas, hammasi yurakdan chiqqan, saqlab tura olmaydigan gaplar. Agar sizlar ham menday o'sha joyda guvoh bo'lsa, olgan uni o'zlaringizga olganlaringizda bundan ham ziyod qo'yarardilaringiz. Men shu yerda bitta yaxshi narsani gapirish yaxshi-ku. Farg'onaga yaqinda bordik. Xuddi shunaqa bitta narsaga guvoh bo'ldim-da. Endi hozir esimga tushganicha aytyapman. Farg'onaga bir safar bilan bordik. Qaytishimiz kerak. Bir joyga xufton namozini o'qishga bitta masjidga kirdik-da. Yo'l yuziga mashina qo'yib qo'ydik. Namozdan chiqib turib, mashinaga o'tirdim-da, shu telefonda qiladigan ishim bor edi. Hali anaqa yurib ketmadik-da, o'tiribman mashina ichida. Masjiddan namoz o'qib chiqqan otaxonlar, yoshi katta insonlar chiqyapti-da, keyin to'rganimni ko'rdi-da, endi 30 nomer-ku. Sama mehmonligini bilib turibdi. Anaqa mashinada eshikni yonimga keldi, mashinada to'g'rimga kelib qarab turibdi-da, salom beryapti-da. Endi men xijolat bo'ldim, tushdim-da, salomga ko'rishdim. Keyin mendan so'rayapti. Mehmon nima bizdan yordam? Endi shu yerda turganimga yarasha nimadir izlayaptimi, nimadir narsaga ehtiyoji bormi, nimadir ko'mak kerakmi deb men hayron qoldim. Men undan avval sal oldin eshitdim. Farg'onada boshqa bir do'stim xuddi shunaqa holat bo'lgan. Farg'onaliklar shunaqaki, biron joyga mehmon ko'rgan bo'lsa, yordamlashib yoradi, biror bir haligi narsaga qiynalib turgan bo'lsa deb. Endi hozir zamonda to'g'ri ko'p narsa internet bilan boshqa narsa hal bo'layotgan. Avval zamonda ayniqsa yo'l topish qiyin bo'lgan boshqa. Endi yoshi katta odamlar shu uchun shunaqa e'tibor qilyapti. Yoshi katta inson kelyapti-da, biror bir yordam kerak. Nima? Yo'q. O'zi safarimiz qaytib Samarqand ketyapti dedik, Toshkent ketyapti desak, yo'q, agar bo'lmasa bugun mehmon bo'lib erta bilan keting. Boshqa deb ancha bir e'tibor bilan bir mehr anaqa qilsa, shunchalar bir chiroyli bir namuna bo'ldi. Endi xudo xolasa men ham bir mehmon ko'rib qoladigan bo'lsam, haliga e'tibor qilaman deb dars olib kelayotgansizda. Hali gapirish bilan emas, amal bilan o'rgatilgan darslarda bular. Men boyagi aytgan gapimdan keyin masalan boshqa viloyatlarda ko'p uzoq yashab ishlamaganmiz-ku, aytganimdek hamma viloyatlarni, siz Farg'onani aytyapsiz. Men endi boshqa viloyat Jizzaxda yo boshqa joyda ishlamaganman. Aynan Qashqadaryoda birinchi borib ishladim. O'zimga olgan taassurotlarim haqida aytayapman. Boyagi siz aytganda mana siz mehmon qilaman, mehmon ko'rsam xizmat qilaman deyapsiz-ku. Tojikistonda shunaqa bo'ldi. Tojikistonga bordik. Shunaqa mehmondo'st O'zbekiston mashinada yuribmiz-ku. Kerak bo'lsa shunday gaylar yo'lda to'xtatyapti-yu, probkadan bizni chiqazib yoryapti. Yo'q, gay. Mehmoni aziz deyapti-yu, shuni chiqaryapti. Keyin men aytdim, jo'ralarimga aytdimki, Xudo xohlasa dedim, O'zbekistonga Samarqandga borsam dedim. Bironta tojikistonliklar biron joyda ko'rib qolsam dedim, bitta mehmon qilaman dedim. Shunaqa ko'nglimga tugib qo'ydim. Keyin bir kun bir joyga Anvar telefon qilib, Otabek, bu yoqqa kelgin, senga bitta narsa bor. Kelsam bir joyda obed qilib o'tirib, Samarqandda oshda sen esingdami bir tojikistonlik mehmon bo'lsa edi, men bir mehmon qilsam deyuding. Mana akamiz Tojikistondan dedi. Keyin shuni ko'rib, xuddi bir uzoq yillik qadrdonimni ko'rganda xursand bo'lib ketdim-da. Keyin u kishiga tushuntirib aytdi. Mana jo'ram shunaqa Tojikistonga birga borgan vaqtimiz rosa xo'p aytuvdi. Tojikistonlik agar mehmonim bo'lsa, rosa mehmon qilaman deb. Bugun siz mana shu jo'ramning mehmoni bo'lasiz, nasib qilasiz. Endi shu oshni yedik-ku, turib ketdi, akani ishi zarur ekan, Toshkentga qarab chiqib ketdi. Qola olmadi, lekin Xudo xolasa hali niyatim o'z kuchida, aytayapman, nafaqat tojikistonlik, boshqa mamlakatimizga kelgan mehmonni, musofirda yurgan odamni ko'nglimda niyatim bor. Albatta mehmon qilaman. Mehmon qilaman deganda, ular menga qilgan narsani men ham ularga ziyodi bilan qaytarishga harakat qilaman. Rahmat. Otabek aka, katta rahmat. Bugun shu Samarqanddan masofa bosib Toshkentga keldingiz. Shu bugun suhbatimizga yo'q demasdan. Rahmat. Zo'r insightlar oldim, to'g'risi. Siz bilan to'g'ri, salkam 1 yil bo'layapti tanishligimizga, lekin bugun sizni boshqatdan kashf qildim. Rostdan ham boshqatdan. Rahmat. Shu uchun katta rahmat sizga. Kuzatuvchilarga aytadigan narsamiz, va'da aytganimiz,
izohga yozing. Bu suhbatdan nima oldingiz? Insightingizni erinmasdan yozing. 3 kishiga $100 dan $300 jami demak Otabek aka mana va'da qildi sovg'a bersa, plus bir kishiga ujun yana alohida sovg'am bor dedi. Nima sovg'aligini bilmadim, sirli sovg'a. Bepul konsultatsiya, biznes bo'yicha so'raysizmi va hokazo. Sizni anaqangizda o'sha paytda ixtiyoringizda, o'sha vaqtlar. Shuning uchun izohga albatta yozing. Men har doim harakat qilgan bo'laman. O'zingizda bo'lganimda shu intilman shunaqa insonlardan yana batafsil suhbat olishga. Shu katta rahmat Otabek aka. Rahmat. Kelganingiz uchun, yo'qdamagingiz uchun. Endi siz Toshkentdasiz, endi boyagi gaplar menga ta'sir qilib ketdi. Siz bu safarda kelgansiz, endi mehmon qilishingiz kerak aka. Katta rahmat, baraka. Sizga katta rahmat. Tabrik qilamiz. Nasib bo'lsa. Rahmat. Rahmat, baraka toping. Aytasiz, tabiiy shunaqa o'zi shu bola o'zi meni anaqa odamlar anaqa o'xshatadi, xitoylikka o'xshatadi. Qozog'istonga bordim, Qozog'istonda shu qizing qozoq bo'lsan kerak dedi. Anaqa Qozog'istonda bemalol yura olaman-da, shubhalanmang. Sizni ham ko'rib xitoylik bosib ketdi deyotganda ko'chalarda. Bu videodan keyin xitoylik bosib ketdi. Xitoyga borsam men hech kim shubhalanmaydi. Koreyaga borsam shubhalanadi. 30-31 yoshingizda edi. Savol yo'qmadi. Hali gapirib bo'ldi. Hali ham kallaga tushmadi. O'z otaga gapiryapsiz deb turibman. Oxirida janjal bo'lib ketdimi deyapsizlar. Hali menga bunaqa savol bermanglar. Nima deyapsan sen meni deb.